Bugun Yaman kompaniyasi o'z investorlari bilan 2025-yil sarhisobini o'tkazmoqda. Sizlarga yoqqan taraflarini bizga aytsanglar, biz xursand bo'lamiz. O'sha kamchiliklarimizni aytsangiz, undan ham xursand bo'lamiz. Iymon Invest, ya'ni holding sifatida shakllanib, kelajakda musulmonlarning ehtiyojini qondiradigan kapitalizmga parallel shaklda iqtisodiy sistemani qo'yaman deyishligi oddiy gap emas. Iymon Invest kompaniyasi va uning mutasaddilaridan ko'p narsalardan voz kechishga to'g'ri keldi. Ba'zi foydalardan, ba'zi daromadlardan. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, uzoq va yaqindan tashrif buyurgan qadrli va aziz mehmonlar. Iman Holding nomidan sizlarni bugungi yopiq va eksklyuziv uchrashuvimizda ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Bugun bu yerda Imanga ishonch bildirgan va kelajakni birga qurayotgan insonlar jam bo'lgan. Bitta guldiroz olqishlar bilan bir-birimizni qutlab olamiz. Marhamat. Bugungi tadbir davomida siz Iman Holdingning bugungi holati, o'sish sur'atlari va kelgusidagi strategiyasi va yana ko'p yangiliklar bilan tanishasiz. Hozir esa tadbirni rasman ochish uchun Iman Holding asoschisi va kuzatuv kengashi raisi Rustam Rahmatovni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat qilamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli sheriklarimiz, ustozlarimiz, hamkorlarimiz, bugungi shu yig'ilishimizga kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Bilasizlarmi, bugun biz uchun va komandamiz uchun hayajonli kun. Nimaga? Chunki bu tadbir bir yilda bir marta bo'ladi va bu tadbirga biz tayyorgarlik ko'rib, o'tgan yilga bir qarab nimaga erishdik degan bir sarhisob birinchi o'rinda o'zimiz oldimizda va eng asosiysi sizlarni oldilaringda qilishga tayyorgarlik ko'ramiz. Va ikkinchisi bu yopiq kabinetlarda, ofislarimizda bir o'ylab tayyorgarlik ko'rib kelajakdagi strategiyamizni ko'rishimizni va kelajakda qanday ko'rishligimizni bir natijasi deb o'ylaymiz. Shunga komandamiz bugungi kunda sizlarni oldilaringda juda ham bir katta mas'uliyat his qilgan holda sarhisobni tayyorlashgan va kelajakdagi 2026-yildagi rejalari haqida ulashmoqchi sizlar bilan. Chiroyli bir loyihalar ustida ishlaganmiz, chiroyli bir g'oyalar, chiroyli bir hamkorliklar tuzganmiz. Shunga xudo xolasa bugun mana shu 1-2 soat vaqtida shu haqida gaplashamiz, suhbatlashamiz. Men o'ylaymanki, bu yoqda sizlarning oralaringda Imanga eng katta ishonch bildirgan investorlar yig'ilishgan. Men o'ylaymanki, juda ham bir foydali bo'lib o'tadi bu 1-2 soat vaqtimiz va ishonaman, shu insonlar, sizlarga o'xshagan insonlar jamiyatimizni bir yadrosi hisoblanadi deb bilaman. Qaysi yadroki mana shu jamiyatni halolligiga, adolat ko'payishligiga hissa qo'shib, o'zlarini orqalarida bir necha yuzta, mingta odamni tarbiyalab, shakllantirib, jamiyatni bir qanaqadir tayanchli bir toshlardek tasavvur qilaman va mana shu mas'uliyatni ham o'zim ham his qilaman. Shunga bugungi yig'ilishimizga kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa, men o'ylaymanki, bugungi tadbirdek 26-yil ham juda ham bir barakali bo'ladi
va biz kutayotgan va kutmayotgan ham joydan Alloh ham barakotlar yog'diradi. Rahmat. Kompaniyaning operatsion rivoji va erishilgan natijalar haqida Iman Holding operatsion direktori Matiyar Sultonovga so'z beramiz. Marhamat, gulduros olqishlaringiz ostida kutib olamiz. Ассаламу алейкум, уважаемые инвестора, партнеры. За долгое время существования ИМАН уже некоторые друзья нашей компании. Очень рады приветствовать вас сегодня на данном мероприятии. Это одно из самых значимых событий в каждом году для компании, потому что все результаты, которые мы проделываем, все наши планы, они как раз таки очень сильно связаны с вами напрямую. И в рамках этого хотел бы сегодня немножко рассказать о 2025 году, как он прошел и что мы проделали. 2025 год был для нас интересным, насыщенным, где-то сложным, но, как говорится, на пути нашего видения и миссии, которой мы идем, это, ну, скажем так, нам это в удовольствие. Да, это сложнее, да, мы идем очень часто против рынка, против потока, но, тем не менее, там, те промежуточные вещи, которые мы делаем, они очень важны для нас. И сегодня хотели бы захайлайтить, сколько всего происходило в прошлом году. 25-й год, в первую очередь, мы называем для себя это годом трансформации. Трансформации команды, нашего мышления, наших масштабов, которые мы смотрим. И трансформации, когда мы говорим трансформация, это как внутренняя, так и на уровне холдинга. Мы много говорили финтех, мы много говорили стартап. На сегодняшний день мы можем твердо сказать, что это холдинг, это финансовый холдинг, который мы создаем, сделали первые шаги. И сегодня расскажем, что мы в целом в этом году проделали. Все вы были участниками большого ребрендинга, который мы провели в 2025 году. Это большое для нас событие, это был очень смелый шаг для нас, где мы от одного видения перешли к формату современности, технологичности, смелости. И все это сделали весь этот концепт вокруг нур, вокруг света, который озаряет наш путь финансовый по построению этичных финансов в Республике Узбекистан, иншаллах, и не только. Мы запустили суперап. Из двух разных продуктов мы объединили все в одном приложении Иманум и создали этот продукт, который в себе как раз-таки содержит ряд продуктов в одном месте для того, чтобы наши клиенты видели прозрачно все наши инструменты и могли ими пользоваться. Это инвестиции в недвижимость в квадрат, который вы знаете, это рассрочка, это платежи. И все эти продукты сейчас находятся в одной экосистеме, и после самой миграции мы увидели, скажем так, очень положительный результат всех наших работ. 25 год это был год партнерств. Мы заключили партнерство большое с Мурат Билдингс, мы заключили партнерство с BI Group, и в рамках этого два объекта, которые мы запустили в пилотном режиме по продукту Квадрат, они успешно закрыты. 26 год это как раз таки будет годом масштабирования. Когда я говорю про холдинг, это не просто слова. Мы проделали очень много трансформаций внутри нашей структуры компании, внутри самого холдинга. И один из самых значимых шагов именно в структурном — это формирование нашего наблюдательного совета, в который входит Рустам Рахматов, наш уважаемый основатель. В него входит Мурат Назаров, это топ-девелопер Узбекистана, которого вы все знаете. Это Хабибулло Ибрагимов, он является senior VP партнером Леша Банк Катар. И с недавнего времени полностью вовлечен в построение нашей стратегии и формирование холдинга. Новое партнерство, которое мы закрыли как раз-таки к концу 2025 года, это партнерство с еще одним крупным девелопером Узбекистана, это Альбина Групп. И в скором времени мои коллеги поделятся информацией, и вы увидите новые объекты в рамках данного партнерства. Но, что самое интересное, мы будем первыми в Узбекистане, кто предоставит исламское финансирование в рамках жилой недвижимости. То есть это не только коммерческое, но теперь люди смогут еще и приобретать жилое жилье. Самое важное,
ну, для нас внутри, потому что это очень важно, это команда, которая впитывает все видение и миссию компании, для чего мы это делаем, почему мы это делаем, насколько это этично. И наша команда выросла со 150 человек до 400 человек. И это еще один признак того, что насколько быстрыми темпами мы растем и насколько мы быстро увеличиваемся. Все вот эти вещи, мы много говорили о исламских финансах. И сегодня, наверное, вот такой отдельной новостью, я хочу, чтобы вы все знаете, что наш основной путь — это построение исламского банка. И мы сделали один большой шаг. В этом году мы получили лицензию микрофинансовой организации, в последующем, которую мы планируем трансформировать в микрофинансовый банк и запустить полноценный исламский банк. Здесь, я думаю, очень важно, многие за этим следили, поэтому здесь, я думаю, можно сделать отдельный хайлайт. Ну и самое главное, это мы же не только про хорошее похвалить, какие проекты мы сделали, все это выливается в цифры. И цифры 2025 года – это более чем 23 миллиона долларов новых привлеченных инвестиций, более 64 тысяч клиентов, которые воспользовались нашей рассрочкой, это именно новые клиенты, более 11 тысяч новых инвесторов на сегодняшний день и более 30, почти 36 миллионов долларов оборот по торговой рассрочке. Но с этого года наша линейка исламской этичной рассрочки, она увеличивается, и темпы 2026 года будут намного больше. Это по итогам 2025 года. Спасибо большое за внимание. Iman kompaniyasi o'z faoliyatining islom moliyasi qoidalariga mosligiga doimiy e'tibor qaratadi. 2024-yilda Usmonis Shariy audit kompaniyasi Imanning IOF standartlariga mosligini tasdiqladi. Endi esa islom moliyasi bo'yicha mahalliy olimlar xulosasini olish harakatidamiz. Shu sabab bilan hozirgi kunda o'zbekistonlik mutaxassislar bilan birgalikda audit o'z yakuniga yetmoqda. Audit jarayonini haqida IFCB kompaniyasi va Iman maxsus kengashi a'zosi Husayn Rajabov va IFCB kompaniyasi maxsus kengash a'zosi va Madina Islom universitetining magistri ustoz Mahmud Usmon ma'lumot beradilar. Marhamat, Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, investorlar, Iman jamoasi. Biz IFCB kompaniyasi, ya'ni IFCB degani bu islom moliyasini maslahat kengashi deb o'zbek tilida ifodalasak bo'ladi. Bizning kompaniyamiz Iman jamoasi bilan 2024-yil yoz oyidan beri hamkorlik qilamiz. Mana 1,5-2 yil bo'lyapti. Mana shu hamkorligimiz doirasida juda ham ko'p ijodiy ishlar amalga oshirildi. Bizning asosiy vazifamiz Iman kompaniyasida bu Iman jamoasini, Iman kompaniyasi faoliyatini islom moliyasiga muvofiqlashtirish bo'yicha ularga yordam berish. Jarayonda biz nafaqat ularga masalan oddiy islom moliyasiga muvofiqlashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi, balkim ularning o'sha hujjatlari bo'ladimi, shartnomalarimi, yangi loyihalari, mana o'zlaringiz tanishyapti, konsepsiyalar, har qanaqa turdagi o'sha g'oyalarini, konsepsiyasi, mexanizmlarni joriy etish mexanizmlari barchasini islom moliyasiga muvofiqlashtirish yuzasidan tavsiyalar beramiz. Xabarlaringiz bor, Iman kompaniyasida maxsus kengash faoliyat yuritadi. Aynan ularning vazifasi bu islom moliyasiga muvofiqlashtirish bo'yicha islom, ya'ni Iman kompaniyasi faoliyatini monitoring qilib, ularga aynan ko'maklashish. Mana shu maxsus kengash raisi sifatida ustozimiz Mahmud Usmon faoliyat yuritadilar, xizmat ko'rsatyaptilar. Ular Iman kompaniyasi doirasida mana shu oxirgi yil davomida qanaqa ishlar amalga oshirilganligini ulardan batafsil mana so'zim yakunida so'z beriladi va ular sizlarga aynan nima ishlar qilinganini, nima o'zgarishlar bo'lganligi haqida batafsil ma'lumot berib o'tadilar. Xo'p, bizani nafaqat yana alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bizning faoliyatimiz, ya'ni IFCB kompaniyasi, Islom Iman kompaniyasi bilan bog'liq hamkorlikda asosiy maqsadlarimiz, ishlarimizdan biri bu nafaqat Iman jamoasini, Iman faoliyatini islom moliyasi me'yorlariga muvofiqlashtirish, balkim mana shu
muvofiqlashtirish bilan birgalikda ularni faoliyatlarini, hujjatlari, shartnomalarini O'zbekiston qonunchiligiga ham muvofiq shaklda to'g'rilab berish bu asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiqlashtirishda bizda ijobiy tomonlari qonunchiligimizni men o'zim 15 yillik yurist sifatidagi stajdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bizning tadbirkorlik sohasi, moliya sohalari bular hammasi qonunchilik tilida gapiradigan bo'lsak, bu xususiy huquq doirasiga kiradi, bu fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Va mana shu fuqarolik qonunchiligining ijobiy tomoni bu tadbirkorlarning orasidagi munosabatlar, masalan, investor bilan iman o'rtasidagi yoki iman bilan uni hamkorlari, mijozlari bilan o'rtasidagi munosabatlarning hammasi bu kelishuv shartnoma asosida yo'lga qo'yiladi va bu qonunchilikda ko'proq imperativ normalar emas, ya'ni majburiy bo'lgan normalar emas, balki dispozitiv normalar, ya'ni taraflarning kelishuviga ko'ra ixtiyoriy berilgan normalar bilan tartibga solinadi, ya'ni qat'iy normalar qonunchiligimizda yo'q. Mana shu qonunchiligimizdan imkoniyatlardan kelib chiqib, biz o'sha maxsus kengash doirasida iman faoliyatini aynan islom moliyasi, ya'ni shariat me'yorlariga muvofiqlashtirish bo'yicha o'z xizmatlarimizni ko'rsatib beramiz. Va buni tarixdan ham kelib chiqib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni hozirda O'zbekiston qonunchiligi Romano German huquq tizimiga oid bo'lsa ham, lekin aynan o'sha 19-asrgacha bo'lgan davrlarda yirik musulmon davlatlari faoliyat yuritib kelganlar, masalan, O'zbekiston hududida Boburiylar bo'ladimi, Xorazmshohlarmi, Temuriylar davlati bo'ladimi, xonliklar davridan aynan islom huquqi asosiy, islom moliyasi asosiy o'sha iqtisodni bir regulyatori sifatida bo'lgan va mana shu tizimlarning barchasi Rim huquqiga yoki o'sha nemis huquqiga, Fransiya huquqlariga ta'siri sifatida keyinchalik bizga ham mana shu qonunchiligimizda akslarni ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha bizning faoliyatlarimizdan biri. Endi men so'zimning yakunida bitta yaxshi yangilik bilan xabarlaringiz bor. Hozir hukumatimiz ham O'zbekistonda ham aynan islom moliyasiga juda katta e'tibor berilyapti. Masalan, yaqinda mana 2024-yil noyabr oyida islom banklari xizmatlarini huquqiy asoslari yaratilib, hozir qonun loyihasi parlamentdan, ya'ni quyi palatadan o'tib, hozir senatga jo'natilgan va yaqin orada mana shu islom banklarining xususiy asoslari yaratilib, ularga ruxsat etilish arafasida turibdi. Va mana shu men o'zimni shu ustozimiz Mahmud Usmon bilan faoliyatida ko'rish natijalarini aytishim mumkin. Imanni hozirgi faoliyatini o'zi islom bankidan katta farq qilmaydi. Bu kichkina islom banki desak bo'ladi. Chunki imanda ham asosiy bu sherikchilikka asoslangan, mudorabaga, musharakaga asoslangan faoliyat hisoblanadi. Va shu jihatdan mana hukumatimiz tomonidan islom banklariga ruxsat berilishi imanni kelajakda shu rasmiy ravishda bir kengayib, ya'ni kelajakda mana shu islom moliyasini yanada ko'proq kattaroq masshtabda amalga oshirish imkoniyatlarini beradi. Va hozirda mana Majjar aka mendan oldin aytib o'tdilar, juda ham yaxshi yangilikni mikro moliya tashkiloti, Adil mikro moliya tashkiloti iman jamoasi tomonidan tashkil etilgan va bizning hukumatimiz 2024-yilda mikro moliya tashkilotlariga allaqachon islom moliya xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ruxsat berilgan va mana shu doirada bu narsalarni amalga oshiradi. Nima uchun muhim? Ya'ni nima uchun iman kompaniyasining faoliyati islom moliyasiga ham O'zbekiston qonunchiligiga muvofiqlashtirish, ya'ni mana shu ikkita doirada faoliyat olib borish muhimligining yana bir jihati bu siz investorlarni kapitallaringiz ham islom moliyasiga muvofiq shaklda ham sizlar bunga ishonch, xotirjam bo'lasizlar. Ikkinchi tarafdan ular huquqiy himoyaga ega bo'ladi. Ya'ni bu shartnoma iman jamoasining faoliyati ham sizlarning kapitallaringiz ham aynan qonun doirasida himoyada bo'ladi. Shu yerda men so'zimni yakunlayman va iman kompaniyasi bilan biz IFCB kompaniyasi doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan men so'zni ustozimiz Mahmud Usmonga navbatni beraman. Ustozimiz hozir onlayn shaklda ulanadilar. Xabarlaringiz bor. Ustozimiz shu yuqorida aytib o'tganimdek iman kompaniyasi maxsus kengashining raisi hisoblanadi va batafsil ma'lumotlarni hozir o'zlaridan bevosita eshitishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bugungi kunda iman nafaqat o'z mahsulotlari, balki brendi,
kommunikatsiyalari va hamjamiyatlar orqali ham rivojlanmoqda. Imanning raqamli marketing bo'yicha direktori Mirzo Qodirovni sahnaga taklif etamiz. Marhamat, kutib olamiz. Hurmatli investorlar, bugungi tadbirimizga xush kelibsizlar. Xo'p, hamkasblarim bundan oldingi chiqishlarida raqamlar, natijalar haqida gapirib o'tishdi, lekin birinchi navbatda men bitta savolni ko'tarmoqchi edim. Ya'ni bugun tadbirimizga tashrif buyurgan insonlar va umuman Imanga ishonch bildirgan odamlar nima uchun biz bitta brend ostida yoki bitta loyiha ostida birlashdik degan savolni javobiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda bu yangicha tizimdagi moliya tizimini, ya'ni yangicha prinsiplarga asoslangan moliya tizimini yanada targ'ib qilish va u narsani boshqa insonlarga ham ko'pchilikka yetkazish va mana shu qadriyatlar asosida alternativ moliya tizimini yaratishni o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz va aynan mana shu maqsad ostida birlashganmiz va bu maqsadda bitta muhim narsa borki, insonlar doimiy ravishda yangi narsalarga nisbatan qanaqadir ishonchsizlik, qo'rquv yoki boshqa bir sabablar bo'ladi. Aynan mana shu insonlarning ichidagi hissiyotlari bilan yaxshiroq ishlash uchun, ularga biz qilayotgan ishni muhimlik darajasini, mohiyatini ochib berish uchun biz bitta kompaniyaga qo'l urganmiz. Iman bilan baraka topganlar. Ya'ni bu loyiha doirasida biz xuddi sizlardek investorlar hisoblangan insonlar bilan birgalikda mana shu biz oldinga surayotgan g'oyalarni yanada targ'ib qilishni maqsad qilganmiz. Hozir mana shu rolikda teaserini ko'ramiz. Bir qator o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Iman Investsiz o'zim pul yig'ib jamg'arib yostun tagida deydi-yu, yostun tagida yig'adigan bo'lsam, uni 5 yilda ham yig'a olmasligim mumkin-da. Oldin men investitsion fondlarda bo'lmaganman. Kiritish haqida tushuncham bo'lmagan. Asosiy boshlanishi Iman orqali boshlangan. O'zbeklarni, ya'ni bu yo'nalishda nimadir qilgani, yangi texnologiyalar bo'yicha nimadir ish qilgani qiziq bo'ldi. Shu islom moliyasi bo'yicha, ya'ni shu qadriyatim bir xil bo'lganiga shunaqa kompaniya qidirib yurganman. Iman tanlashimizga asosiy sabab bu shaffofligi, ribodan uzoqligi, halol sarmoya kiritish, o'zimizning hissamizni qo'shishga harakat qildik-da shu narsaga. Yil oxirigacha yana katta sarmoya kiritamiz. Iman bilan birga o'sish niyatimiz bor. Iman orqali moliyaviy iqtisodiyotda ozgina bo'lsa ham tushunib, ulardan o'rganib, ishonchim komil bo'lgandan keyin Imanga sarmoya qo'yganman. Birinchi kichkina summa bilan investitsiya qilganman. Endi tadbirkor bo'lganimizdan keyin tilimiz ancha kuygan. Shuning uchun suvni ham, qatuvni ham puflab ichamiz. Hozirgacha adashmasam umumiy olganda $15,000 shunaqa jamg'arib qo'ydim. Imanni tanlashimning asosiy sababi halollik ekanligi va sherikchilikda olib borilishi. Pul real kelayotganini, ya'ni real savdodan kelayotganini ko'rib, hozir sekin-sekin, ya'ni o'sha kultura o'zgaryapti. Qancha pul kiritganingizni skrinshot qilib qo'ya olasiz deb nechta odamlar so'ragan. Hech kimga yoziblar. Bankka qo'ymasligim, qadriyatimga to'g'ri kelmasligi, bu qanaqadir moliyaviy piramida emas deb o'rgandim birinchi. Hop, endi Imanni o'zi investitsiya kiritishim bu aytganimdek bir kunda qaror qildim. Boshida birinchi, ikkinchi oylarda sinab ko'rgan biz u narsani, hammasini kiritib yechib ham ko'rgan biz. O'shaning uchun ishonchimiz hosil bo'lganidan keyin yana kattaroq summa kiritgan biz. Boshida men investitsiya qilishimdan maqsadim foydamni ko'paytirish, pul topish edi, to'g'risini aytaman. Keyinchalik hozir Rustam akaning oxirgi intervyularidan keyin Imanni islomiy bank bo'lishiga hissamni qo'shish hozir men asosiy maqsadimga aylangan. Aytadi, kichik xarajatlarni nazorat qilmasangiz, sizni holatingiz og'irlashishi mumkin. Hozir qarashlarim oldingidan ancha o'zgacha. O'sha Amerika fond bozoriga investitsiya kiritish niyatlarim bor. 6 oy, 4 oy, 5 oy bo'ladimi, 8 oy bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi? Shu paytdagi davrni o'zida ham menga foyda olib keladi. Siz jomimizda balkim har xil holat bo'lishi mumkin. Kelajagiga, o'sha farzandlaringizning kelajagiga shu narsa bo'yicha ta'sir o'tkazaverasiz-da. Foydasi bo'ladi baribir. Iman o'zimizni kompaniyada bo'lib qolgan, baribir o'zi anchadan beri ishlaymiz. Bu yerda xodimlar ham o'zi bitta oiladek bo'lib qolganmiz. Qancha miqdor bo'lishidan qat'iy nazar, qancha foizlari chiqishidan qat'iy nazar, Iman bilan Allohning menga berayotgan barakasiga ming shukr qilib yashayman.
loyihani ishga tushirishdan asosiy maqsad bu o'sha iymanga ishonch bildirgan insonlarni tarixini, ular o'tgan kechinmalarni, ularni hamkorlikni boshlashdan oldingi hissiyotlarini insonlarga ko'rsatish orqali, ya'ni bu insonlar ham xuddi sizlarga o'xshagan mana shunaqa savollardan o'tishgan va ishonch bildirishgan degan narsani o'sha insonlarga yetkazish va mana shu orqali biz deylik oldingi surayotgan qadriyatlarga yanada ko'proq insonlarga yoyish. Bugun mana shu loyihamiz doirasida qatnashgan investorlar ham ichimizda o'tirishibdi. Ularga rahmat aytmoqchi edik kompaniya nomidan. Shu sabab Rustam aka yordamlasha olsangiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, hozir esa ushbu bizga juda qadrli bo'lgan insonlarni sahnamizga taklif qilamiz va Rustam Rahmatovning qo'llaridan o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Marhamat, Saidaliyev Nuriddin Xo'ja akani taklif qilamiz. Marhamat, keling. Ahmadov Shahboz akani taklif qilamiz. Marhamat. Boboxonov Ulug'bek aka sahnamizga taklif qilinadilar. Haydarov Ahmad aka, marhamat, sahnamiz sizga muntazir. Shopolatov Shomurod aka, marhamat. Tojiyev Fazliddin aka, sahnamizda kutib qolamiz. Yo'ldashev Abdurashid aka sahnamizga taklif qilinadilar. Va Bodirov Suhrob aka, marhamat, kutib olamiz. Har bir insonni, bu yerda turgan insonni shaxsan o'zim uzoq yillardan beri taniyman. Men o'ylaymanki, mana shu Iman Invest, Iman Kvadrat har bir loyihalarimizni birgalikda qurganmiz. 7 kishidan iborat saf qancha keng bo'lsa, shuncha biz tez rivojlanamiz, shuncha jamiyatimizda yangi bir chiroyli loyihalar ko'paytiramiz. Ulardan ibrat olib qolardimki, bizlar bilan yaqinroq ishlasanglar, sizlarga yoqqan taraflarini bizga aytsanglar, biz xursand bo'lamiz. Yoqmayotgan taraflaringizni yoki yanada ham boshqa narsalarni ko'rgan bo'lsanglar, bizga podskaska qilib, bizga o'sha kamchiliklarimizni aytsangiz, undan ham xursand bo'lamiz. Sizlarga kattakon rahmat. Boringlarga shukr. Sizlarda insonlar ko'paysin. Iman asosida faqat moliyaviy manfaat emas, balki katta mas'uliyat va chuqur falsafa yotadi. Islom moliyalashtirish tamoyillari yanada chuqurroq tushunish uchun biz sahnaga tadbirkor va xalqimizga juda taniqli bo'lgan insonni taklif qilamiz. Abror Muxtorali, marhamat, kutib olamiz. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli tadbirkorlar, aka-uka, opa-singillar. Iqtisod to'g'risida so'z ketar ekan. Iqtisod inson hayotida, dunyo hayotida siyosat bilan yonma-yon yuradi. Butun dunyoning bugungi kundagi g'olib siyosati iqtisodi sababli. Iqtisodni mexanizmini amalga oshirishganligi sababli ular o'zlarining siyosatlarini butun dunyoga bosim sifatida o'tkazishyapti. Buyuk olimlarni iqtisod to'g'risidagi nazariyalari, iqtisodni orqasida falsafa yotishligi to'g'risidagi fikrlari inson hayotining ajralmas qismi iqtisod ekanligini bildiradi. Va bugun biz xohlaymizmi, yo'qmi, butun dunyodagi g'olib iqtisod mexanizmi kapitalizm asosiga qurilgan. Va bizni musulmon mamlakatlar mustamlakachilik oqibatida ularning iqtisodini qabul qilishga majbur bo'lib qolgan. Bank sistemalari degan tushuncha islomda yo'q. Va islomiy bank degan istiloh yo'q islomda. Islomiy iqtisod degan tushuncha ham yo'q. Na bir hadisda yo'q, na bir Qur'onda yo'q. Bu zaruratdan, majburiyatdan kelib chiqqan narsa. Muomalatda misl degan mavzuga o'xshaydi, qarshimizda turgan ta'bir joiz bo'lsa,
ajdahoga qarshi bizni iymonimiz, e'tiqodimiz bas kelishligi uchun chiqilgan mavzular bo'lgan. Va bugun biz bilamizki, dunyoni aksar qismini kapitalizm o'zini iskanjasiga olgan. Shu joyda o'tirgan tadbirkorlarimizdan tortib, tashqarida yurgan xalqimiz, musulmon, g'ayri-musulmon bo'lgan insonlarning deyarli aksariyati kapitalizm propagandasiga qurbonmiz. Siz bir narsa sotib olayotgan paytingizda o'ylaysiz, men o'ylaymanki, men o'zim sotib olyapman, o'zim sotib olib, buni o'zim ichyapman deyman. Aslida propaganda qurboni bo'lib, kimnidir reklamasiga ilinganligimni keyin his qilaman. O'shaning uchun bizni musulmonlarda iqtisod tushunchasini ikkita ko'z bilan ko'rishlikka tavsiya qilinadi. Ikkita ko'z bor. Birinchisi real ko'z, ya'ni voqealikni ayni ko'ra bilish. Ikkinchisi propaganda ko'zi. Voqealikka biroz mubolag'a kirgizish, biroz odamlarning hissiyotiga o'ynash. Men hissiyot sotaman degan odamlarni nima o'yin qilayotganligini tushunish uchun propaganda qurolini bilishimiz kerak. Bu mavzu biroz kengroq, lekin men urg'u bermoqchi bo'lgan narsam Iymon Invest ya'ni holding sifatida shakllanib, kelajakda musulmonlarning ehtiyojini qondiradigan parallel shaklda, kapitalizmga parallel shaklda iqtisodiy sistemani qo'yaman deyishligi oddiy gap emas. Bu go'yoki ajdahoga qarshi ketmon-sop bilan chiqqanga o'xshagan gap. Bilamiz albatta ajdahoni ketmon-sop bilan ham yengamiz. Lekin bunga jasorat, ishonch va birinchi qadamni tashlay olishlik ulkan bir jasorat, ulkan bir qahramonlik hisoblanadi. Dunyoda iqtisodni asosiy moyi bo'lgan, asosiy benzini bo'lgan narsa pul. Pulning asli tilla bilan kumushdan chiqqan aslida. Butun insoniyat tarixida to mana shu kapitalizm ajdahosi dunyoni egallab olib xohlagan zulmini qilgunga qadar pul tilloda o'lchangan. Tillosi bor odamga chek yozib berilgan. Banknot deb atalayotgan so'm bo'lsin, dollar bo'lsin, bularning hammasini orqasida tillo rezerv bo'lgan. Va mana shu adolat o'rnatish kerak bo'lgan asosiy qoida hisoblanadi. Chunki tilloni aslini yeb bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo uni nima qilib qo'ydi? Qadrli qilib qo'ydi. Va pulingiz, sizning qiymatingiz shu tilloga nisbatan o'lchanishi kerak. 1971-yillarda bu qoidani buzishdi kapitalist monopolistlar. Buzishdi, deyishdiki, dollarning orqasida rezerv tillo emas deyishdi. Biz dedi, o'zimizni siyosiy avtoritetimizga, ishlab chiqarishimizga bog'laymiz dedi. Natija nima bo'ldi? Bugungi kunda yer yuzida qazib olingan iste'molda yurgan tilloning narxi dollar hisobida 32 trillion dollar atrofida, 31 trillion atrofida. Tillo bilan kumush. Lekin banknotlarning qiymati 120 trillion dollar. 90 trillion dollar pufak bor. Va yer yuzida bo'layotgan barcha zulm iqtisodlari, urushlar, Afrikada ocharchilikdan o'layotganlar, bir kunda tashlab yuborilayotgan oziq-ovqatlarning orqasida 90 milliard dollarlik pufak yolg'on iqtisod bor. Bu iqtisodni hali bu yog'ini puflab ushlab turishibdi. Ba'zi iqtisodchilarni, ba'zi faylasuflarni, ya'ni filosoflarning gaplariga qaraganda bu iqtisod 2050-yilni ko'rmaslik kerak. Chunki zulmni ma'lum bir muddati bor. Undan keyin yoriladi. Ana o'sha paytda hamma tilla iqtisodiga qaytishga majbur. Iymon Invest pufak iqtisodga sizni bizni jalb qilyapti. Iymon Invest real ko'z bilan qaraydigan iqtisodga jalb qilyapti. Tikayotgan sarmoyangizni intojga tikyapsiz. Tijoratda ikki xil tijorat turi bor. Bittasi rent, ikkinchisi intoj deyiladi. Rent qazilma boyliklari ustiga qurilgan tijoratga rent deyiladi. Yoki pulni sotib pulni ustidan foyda qilishlikka rent deyiladi. Lekin intoj butun jamiyatni rivojlantirishga kerak bo'lgan yo'nalish. Iymon Investni faoliyati intojga qaratilgan. Kapitalizmni bilamiz. Kapitalizm bozor tashkil qiladi, narx paydo qiladi, davlat aralashuvini
minimallashtiradi va bozorni raqobat boshqarsin deydi. Va bu to'rtta faktorni yonida sarmoya foyda olishga haqli degan qoidani nazariyani oldinga suradi. Pul tiktimni foyda olishga haqliman deydi. Bizni musulmonlarda mana shu to'rtta narsani qabul qilamiz biz ham. Bizda ham bozor erkin bo'lishi kerak, davlat imkon qadar aralashmasligi kerak, narxni biz yaratishimiz kerak. Narx tijoratchi narx yarata oladigan qobiliyatga ega bo'ladi. Narsa ishlab chiqaryapsiz, buni bozorga narx qilib chiqara olishingiz kerak. Sizni bozor iqtisodiyotidagi o'rningiz bu. Va bozorni nima boshqaradi? Raqobat, ko'rinmas qul raqobat boshqaradi. Siz bilan men raqobat qilaman, men yutqizsam xalq foyda ko'radi. Islom moliyasi deb aytayotgan bugungi mana Iman Investning tushunchasi shundan iborat, nazariya shundan iborat. Endi bizni musulmonlar kapitalizmni eng nozik va jinoyat ma'nosida e'tirof qilish kerak. Kapital, ya'ni sarmoya foyda olishga haqli degan tushunchani noto'g'riligini bilishimiz kerak. Pul tikdimi foyda olishga haqliman. Biz nima deymiz? Bizni islom iqtisodi nima deydi? Kimga foyda beriladi? Zararni zimmasiga olganga. Men zararga roziman degan zahotim menga foyda beriladi. Ba'zi odamlar sizni ichingizda bor yo'q bilmayman, men iqtisod o'zi asli soham iqtisod. Ko'p takror aytaman, ko'p odam meni diniy profil deb o'ylaydi. Yo'q, asli sohamiz iqtisod bizni. Siz orangizda ba'zi odamlar bilan sherik ishlaysiz. Masalan, sizga bir odam muzorabaga pul tikiyman deydi. Xo'p, pul tikdingiz. Masalan, 50 ming pul tikdingiz. Pul tikkan odam siz aytasizki, ishni boshlaymiz. İlk avval 50 mingni men chiqarib olaman. Keyin 50 yoki 40-60 sherik bo'lamiz deydi. Bu joyda o'tirganlarni iqtisoddan, ilmidan xabari bor, balki qilmassalar, lekin juda ko'p joyda savol berdim. Eng kamida masalan 100 ta odamning ichidan 8 ta 9 tadan qo'l ko'taradi. Men xuddi shunaqa biznes qilganman. Bu kapitalizm, bu zulm iqtisodi. Men 50 ming pulimni chiqarib olgan zahotim nimadan chiqib ketaman? O'yindan chiqib ketaman. Foyda olishga haqqim bo'lmaydi. Ana shu asosga qurilgani uchun islom iqtisodiyotini adolatli iqtisod deyiladi. Zararga roziman deb risk, ya'ni tavakkulni zimmasiga oladi, keyin unga foyda beradi. Qisqaroq o'zi to'xtalmoqchi edim. Maqsad mana shu Iymon Invest kabi yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlash. Aynan Mahmud Usmon bundan taxminan 1 yilcha oldin menga shaxsan telefon qilib shuni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Chunki jamiyatda muqobili yo'q. Bu jamiyatda Iymon Investga o'xshagan yo'nalishlarni, ya'ni baralla aytib chiqqan odamlarning imkoniyati yo'q. Ba'zi shartnomalarni to'g'rilash kerak. To'g'ri, xatolari bor, kamchiliklari bor. Buni to'g'rilab olamiz xudo xolasa. Lekin ajdahoga qarshi kimdir qarshi turish kerak. İbrahim alayhissalomga yoqilgan o'tga qarshi kimdir chumoli bo'lsa ham suv tashish kerak. Mana shu Iymon Investga hissa qo'shayotgan siz tadbirkorlarga alohida tashakkur etmoqchiman. Qo'lingizdan kelgancha shu yo'lga harakat qilyapsiz. Endi bilmaymiz qanday yo'nalish bo'ladi. Kelajakda butun dunyo shunga muhtoj bo'ladi. Kelajakda kapitalizm sinsa, 90 trillion dollar pufak yorilsa, butun insoniyat islom iqtisodiyotiga muhtoj bo'ladi. Ustozimiz Hazrat aytardilarki, islomning qonun qoidalarini birovga majburlab o'tkazishga hech ehtiyoj yo'q. Nimaga? Chunki odamlar o'zi bir kun majbur bo'ladi. Keladi bunga. Chunki insonning tabiatiga mos, adolatga muvofiq, tenglik va adolatni ta'minlagan qonunlar bor. Alloh taolo barchalarga mana shu jamoada sherik va hamroh bo'lganinglarga muborak qilsin, qilayotgan ishinglarga rivoj bersin. Biz ham sizlarning yoninglardamiz. Nasib bo'lsa hali ko'p yaxshi ishlarni birgalikda qilamiz. Rahmat, tashakkur. Hozir esa hurmatli xonlar va janobllar, e'tiboringizni ushbu ekranga qaratmoqchimiz. IFCB kompaniyasi maxsus kengash a'zosi va Madina Islom universitetining magistri ustoz Mahmud Usmon bizga ulanmoqdalar. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina va nabiyina
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iman Invest shirkati bizga aloqaga chiqqaniga 1,5 yildan oshdi. Agar xato qilmayotgan bo'lsam, va shu muddat davomida biz 30, 40 balki 50 dan ortiq hujjatlarni ko'rib chiqdik va qo'limizga kelgan har bir hujjatni o'zgartirdik, to'g'riladik va to'g'rilashda davom etyapmiz. Ba'zi narsalarni hali yakuniga yetkaza olmadik va to'g'rilashda davom etyapmiz. Va men bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edimki, biz hujjatlarni to'g'rilashimiz davomida va ba'zi o'sha xatoliklarni ko'rsatib, mana bu narsa xato bo'ladi, bu ribo bo'ladi, bu g'arar bo'ladi, buni o'zgartirish kerak deb buni isloh qilishga harakat qilishimiz davomida o'z-o'zidan Iman Invest kompaniyasi va uning mutasaddilaridan ko'p narsalardan voz kechishga to'g'ri keldi. Ba'zi foydalardan, ba'zi daromadlardan, ba'zi shartnomalardan, ba'zi o'zlari uchun manfaatli bo'lgan kelishuvlardan voz kechishga to'g'ri keldi. O'sha narsalar islom moliyasi va fiqh mezonlariga muvofiq bo'lmagani sababli. Va mana shu narsa tabiiy, ya'ni bir tizimda ish boshlashingizda, keyin boshqa bir tizimga uni muvofiqlashtirmoqchi bo'lsangiz, endi haligi birinchi boshlagan holatingizdagi ko'p narsadan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Voz kecharkansiz, endi yangi shartnomalar, yangi turdagi bitimlar tuzish bilan uning o'rnini muqobilini to'ldirishga harakat qilasiz. Mana bu muqobilni to'ldirishga harakat qilish paytida sizda bo'ladigan muammolardan bittasi bozorning qanchalik yangi bitimlar va shartnomalarga tayyor ekanligi. O'zbekistonda Allohga hamdlar bo'lsin, mana islom moliyasiga oid yangi qonunchilik loyihasi ishlab chiqildi. Loyiha dastlabki o'sha marta o'qilib tasdiqlandi va endi bu yog'iga qonunlar o'zgartirilishi kutilyapti. Shu bilan birgalikda mavjud qonunchilik ba'zi bir noqulayliklar paydo qiladi. Mana shu sohada faoliyat qilayotgan kompaniyalarga. Albatta yangi qonunlar mana ishga tushsa, kuchga kirib qabul qilinib ishga tushsa, albatta bu noqulayliklar ancha ko'tariladi va kompaniyalar uchun ko'p yo'l ochiladi. Lekin hozirgi holatda o'sha ba'zi noqulayliklar qoladi. Masalan, deylik bir tovarni sotib olib turib, keyin boshqa odamga sotadigan bo'lsangiz, sotib olayotganingizda ham, sotayotganingizda ham o'zingizdan siz qo'shimcha qiymat solig'i va shu kabi soliqlar to'lashingiz kerak bo'ladi. Agar siz o'sha birinchi sotib olayotgan tomonga kirmasdan turib o'sha tomonga pulni berganingizda u o'sha pul bilan sotib olgan edi, siz o'sha 2 barobar soliq to'lashdan qutulgan bo'lardingiz va natijada o'z-o'zidan narx arzonlashgan bo'lardi. Endi lekin agar unaqa qilib bersangiz, bu ribo bo'ladi islom moliyasi va fiqh mezonlariga ko'ra. Endi agar sotib olib turib o'zim sotaman desangiz halol shaklda o'z-o'zidan 2 marta soliq to'laganingiz uchun narx oshadi. Va mana shu narxning oshishini oldini olish uchun mana bu yangi qonun loyihasida islohotlar bor. Mana shu agar kuchga kirsa, albatta bu qulaylik bo'ladi. Lekin modomiki hali kuchga kirmagan ekan, mana shu noqulaylik shu joyda qoladi. Bu bitta misol xolos. Lekin bunaqa ko'rinishlar ko'p. Aynan bu misolni keltirganimiz sababi Iman Invest aynan taksit bilan mahsulotlarni sotib olib, sotish bilan, rastrochka bilan ishlagani uchun to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaning faoliyatiga ta'sir qiladigan qonun me'yorlaridan biri. Va mana shu me'yorlar o'z-o'zidan kompaniyaning daromadini va boshqa islom moliyasiga muvofiq ishlashni tanlamagan kompaniyalar bilan raqobatbardoshligini o'z-o'zidan, ya'ni qiyinchilik holatlariga keltirib qo'yadi ba'zida. Ya'ni ba'zi daromadlar nisbatan kamroq bo'lib qolishi mumkin, ba'zida raqobatlashish nisbatan qiyinroq bo'lib qolishi mumkin. Muayyan islom fiqh mezonlariga amal qilishni xohlagani uchun. Va mana bu joyda o'z-o'zidan jamiyatga ikkita mas'uliyat kelib tushadi. Birinchi mas'uliyat tezroq mana shu qonunchilikni ishlab chiqish, tezroq shu sohani rivojlantirish va bu narsa alhamdulillah bo'lyapti, bu yaxshi. Va ikkinchisi, mana shu sohada ishlayotgan kompaniyalarga nisbatan qanaqadir ma'noda qo'llab-quvvatlash va shu kompaniyalarga nisbatan alohida bir hissiyotning bo'lishi. Ki masalan men aytaman, falon kompaniya bilan ishlasam, menga tovar arzonroq olish imkoniyati bor. Bu kompaniya bilan ishlasam nisbatan sal qimmatroq bo'lib qolishi mumkin. Lekin sababi bu halol ishlamoqchi, bu narsaga e'tibor bermayapti. Yoki mana bu kompaniya bilan investitsiya qilib ishlaydigan bo'lsam, investitsiyaning miqdori nisbatan 1%, 2% kamroq bo'lishi mumkin. Mana bu bankka yoki deylik masalan Lombardga o'sha pulni tikkanimdan ko'ra. Lekin bu halol ishlamoqchi emas va qonunchilik hozircha, ya'ni bu tomonning halol ishlamoqchi bo'lgan tomonning holatini 100% inobatga oladigan qonunchilik emas, lekin shuni ustida ishlayapti yaxshi. Shuni inobatga olib turib, ya'ni investitsiya qilish, shuni inobatga olib turib tovar olish, shuni inobatga olgan holda kompaniyalardan faoliyat qilish mana shu sohani rivojlantirishga yordam beradi. To mana shu soha rivojlansin, yangi qonunchilik kuchga kirib, hozirgi o'sha mavjud qonunchilikning ba'zi o'sha to'siqliklaridan biz o'tib olgunimizcha o'shanga
man shu narsaga aynan diqqatingizni qaratmoqchi edim. Menga endi so'z berilganda men o'yladim, nima qismini ko'proq gapirsam yaxshi deb. Bizi bilan bog'liq qismi albatta shu bizni qo'limizga kelgan hujjatlarni ko'rib chiqyapmiz, isloh qilishga harakat qilyapmiz, ko'p narsani to'g'riladik. Ko'pchilik mendan so'radi, nimaga yakuniy xulosa qilib bermadingiz deb. Umumiy shaklda ribo elementlarimiz hammasini yo'qotdik masalan. Unda ribo elementlari bor edi, biz bundan juda tashvish edik. Buni men oldindan aytgandim, isbot qilgandim, bu tashvish emas. Va jiddiy g'arar elementlarini va jiddiy muammoli elementlarni bizga ko'ringan hammasini isloh qilishga harakat qildik va bu narsada atrofimizdagi ulamolardan, Makkada, Madinada, Misrda, Pokistonda, boshqa joyda biz bilgan ulamolardan foydalandik va o'zimizni bilim tajribamizdan foydalanib, mana shu narsani isloh qilishga harakat qildik. Ulamolar ko'pchilik tanlagan va eng ehtiyotga yaqin bo'lgan yo'llarni tanlashga harakat qildik va qaysidir ma'noda kompaniya mutasaddilari bizdan ba'zida xafa bo'lib yoki norozi bo'lib yoki masalan ichida bir qalbi og'rigan joyi bo'lishi mumkinki, biz iloji boricha qattiq narsani, eng ehtiyot narsani olishga harakat qildik. Fiqhiy hiylalar, bir qanaqadir o'yinlar, yo'llar qidirishga, forchkalar qidirishga harakat qilmadik. Mana shu narsada shubha bor, mana bu narsada gumon bor, shubhadan qochish kerak, gumondan qochish kerak degan narsa bilan qattiq turishga harakat qildik va mana shu holatda ancha islohotlar qildik va o'ylaymanki yaqin o'sha 1 oy, 2 oy ichida biz ya'ni faoliyatimizni to'liq, ya'ni mukammal nihoyasiga yetkazib, o'zimizni shu kompaniyaning faoliyatini 100% biz xohlagan holatga yetib keldi deb xulosani bera olamiz deb umid qilaman. Bunda oz qoldi deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda o'sha yakuniy xulosani bera olmaganimiz bir sababi shu bo'ldi. Ko'pchilik mendan so'raganiga buni aytib ketyapman. Kompaniya doimiy yangi produktlar o'ylab topadi, doimiy yangi shartnomalar tuzishga harakat qiladi. Va biz endi bir narsa ustida ishlab tursak, yangi narsa keladi va biz uni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa bo'lib, to'g'risi biz ishlab turgan mashina ustida ishlayotgan bo'lib qoldik-da, go'yo mashina ishlab yurib ketyapti va biz uni isloh qilishga, to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Ichida xatolar bormi deb o'rganishga harakat qilyapmiz. Lekin shu bilan birgalikda men ayta olamanki, o'sha bizga ko'ringan bilganki har qanaqa ribo elementlarimizni yo'qotishga harakat qildik. Iloji boricha eng ehtiyotga yaqin bo'lgan va eng o'sha ribodan, g'arardan va boshqa harom bo'lgan islom moliyasi va fiqh mezonlariga ko'ra noto'g'ri hisoblangan elementlarni yo'qotishga harakat qildik va o'ylaymanki, mana shu narsada muvaffaqiyatga erisha oldik. Va o'sha dastlabki suhbatimni, ya'ni gapimni boshlagan narsaga sizlarni qaytarmoqchiman. Biz qilayotgan ishni biz baribir o'zimiz qilaveramiz, lekin siz qilishingiz mumkin bo'lgan ish men xohlagan bo'lardimki, bu kompaniyani va bu kabi mana shu sohada ishlamoqchi bo'lgan va ehtiyotga yaqin bo'lib ishlayotgan kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilish kerak. Toki bu sohada boshqa ikkita turdagi kompaniyalar bor va ular bilan raqobat qilishga to'g'ri keladi. Nima invest bo'lsin, bunga o'xshagan boshqa kompaniyalar boshqa ikkita toifadagi kompaniyalar bilan raqobat qilishga to'g'ri keladi. Birinchisi to'g'ridan-to'g'ri ya'ni ribo elementlari bilan ishlaydigan kompaniyalar va ba'zida ularning foizlari yaxshiroq bo'lib qolishi mumkin, ba'zi narxlar arzonroq bo'lib qolishi mumkin, ba'zi qonundagi o'sha imtiyozlarga ko'ra. Va ikkinchi turdagi kompaniyalar bular o'zlarini halol deb tanishtirgan, lekin shu bilan birgalikda agar o'rganadigan, taftish qilib ko'radigan bo'lsangiz, halollik elementlari topilmaydigan kompaniyalar. Men ularning ismlarini aytib boshqa qilishim shart emas, lekin siz o'zingiz o'rgansangiz bo'ladi. Ki masalan ba'zida shunaqa kompaniyalar halol deb ishlaydi, halol rastruchka deb o'zini tanishtiradi, lekin ko'rsangiz bankdan pul olgan bo'ladi. Bankdan pul olib turib, sizga uni halol deb beradi. Yoki o'zini halol invest misolida bo'lsa, pul odamlardan jalb qilingani uchun banklardan emas. Pulning masdari, manbasi ishonchliroq deb biz o'ylaymiz. Yoki yana bitta bo'layotgan muammolardan bittasi o'zini halol rastruchka deb, taksid deb tanishtiradi, lekin voqelikda oddiy kreditdan mutlaqo farq qilmaydi. Boradi, falon kompaniyaga pul to'lab oladi deydi, davarroq ketadi, kompaniyaga pul to'lab oladi, u kompaniyaga pulni ko'paytirib qaytarib beradi. Endi sotib olib sotish degan murobaha degan element yo'lda topilmaydi. Borasiz, faqat birov sizga pul to'lab beradi va siz davarroq ketasiz, va to'lab bergan tomonga ko'paytirib to'lab berasiz. Oxir-oqibat sizga kimdir pul beryapti, o'zingiz ko'paytirib beryapsiz. Qarasiz, oddiy bankda kredit kartasini ishlatishdan mutlaqo farq qilmaydi mohiyatida, lekin ustiga halollik bosilgan bo'ladi. Mana shu turdagi kompaniyalar bilan raqobat qilishga to'g'ri keladi. Chunki biz bunaqa shaklda ishlashga ruxsat bermaymiz, biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan kompaniyalarga. Va natijada endi siz uni sotib olib, qo'lga kiritib, keyin o'sha riskni bo'yningizga olib, keyin sotish degan al-xaroj bil oman, ya'ni oldin risk bo'yningga ol, keyin foyda qilasan degan hadisga to'g'ri keladigan tarzda ishlamoqchi bo'lsangiz, endi sizda qo'shimcha ijroatlar, qo'shimcha xatti-harakatlar o'rtaga kiradi va ular qo'shimcha xarajatlarni paydo qiladi va qo'shimcha xarajatlar o'zidan daromadga ta'sir qiladi. Mana shunaqa paytda investor odam ham, tovar olmoqchi bo'lgan odam ham, yo'q, men baribir halollikka harakat qilaman desa, birinchidan mavjud qonun tuzumida, mavjud qonunchilik holatida, ya'ni ishlashga to'g'ri kelayotgan paytda bu bir qulayliklar paydo qiladi kompaniyaga. Chunki o'zini auditoriyasi bo'ladi va o'zini auditoriyasi unga sodiq bo'ladi. U
bilan ishlashga harakat qiladi. Muayyan noqulayliklar yoki daromad yoki boshqadagi o'zgarishlarga qaramasdan. Qolaversa, mana alhamdulillah yangi qonunchilik ustida ishlanyapti va bu narsa allaqachon Rossiyada bo'lgan, Turkiyada bo'lgan, Qozog'istonda bo'lgan, qo'shni davlatlar hammasida deyarli bo'ldi. O'zbekiston ham bu sohada qo'shni davlatlarga yetib olish, undan o'zib ketish ya'ni harakatida biz umid qilamiz, shunga harakat bor. Va agar mana shu qonunchilik qabul qilinsa, tabiiyki bu noqulayliklar o'z-o'zidan ko'tarilib, yana ham ancha qulayliklar paydo bo'ladi. Va Alloh taolodan so'raymiz, Alloh taolo bu kompaniyani ishlariga barakot bersin, halollik bilan ishlashiga barcha yo'llar ochilishi va mana shu tarzda o'zi bir kuchli kompaniya sifatida bir halol ishlamoqchi bo'lgan odamlarga ham tovar olish uchun, ham pulni investitsiya qilish uchun bir yaxshi manba, masdar sifatida bir turishini va rivojlanishini va buyuk bir kompaniya bo'lishini Alloh taolo oson qilsin. Va agar sizlarda qanaqadir savollar bo'lsa, albatta o'z savollarni hozir bu formatda qiyin bo'lsa kerak, lekin yo'naltirsanglar bo'ladi. Men faqat ikkita taklif bildirgan bo'lardim, mana shu paytdan foydalanib. Tabiiyki buni kompaniyaning mutasaddilariga biz xohlagan paytda bildirsak bo'ladi, chunki ular bilan doimiy ishlaymiz. Lekin mana bu biz eshitib turgan bu bugungi yig'ilishga yig'ilganlar bilan yana qachon suhbatlashishimizni bilmaganimiz uchun aytmoqchi edimki, sizlarga ham biz tavsiya qilardik, bu kompaniya bilan ham, boshqa kompaniya bilan ham faoliyat qiladigan bo'lsangiz, faoliyatingizni halolligini tekshirishni o'rganing. Ya'ni mana bir huquqiy tekshiruv, bir buxgalteriyada boshqa tekshiruv bo'lgandek, halolmi? Masalan, hozir shu kompaniya bilan shartnoma tuzdingiz masalan, shartnomangiz bor. Shu shartnoma halolmi? Shu shartnomani olib ko'rib chiqing. Mana bu bandida muammo yo'qmi? Bu bandida muammo yo'q. Kompaniyaning faoliyati bo'yicha o'shanga men xohlardim, mana shu bugungi yig'ilishlarning natijalaridan biri shunaqa bo'lsa-ki, kompaniyada halollikni shaffoflashtirish uchun qanaqadir savol-javob boshqa qismlari bo'lsa, shu joydan savol jo'natsangiz to'g'ridan-to'g'ri bizga yoki boshqa shu sohadagi mutaxassislarga kelsa, chunki biz demaymiz kompaniyasida ishlamaymiz, biz kompaniya bilan ishlaymiz. Biz o'zimiz mustaqil bo'lganimiz uchun biz bemalol ayta olamiz, mana bu xato, mana bu to'g'ri, mana bu yaxshi bo'lyapti, bu yolg'on bo'lyapti, bu yoqda ustida ishlash kerak deb. Shu ma'noda agar sizda shunaqa platformalar bo'lsa-ki, siz o'sha yerda savollaringizni yo'naltira olsangiz, savollaringiz bo'lsa kompaniyadan emas, kompaniyadagi qo'yilgan linklar orqali so'raydigan bir narsa tashkil qila olsangiz, bu boshqa shaffoflikni ta'minlaydigan usullarni o'ylab topib, mana shu usullarni shakllantira olsangiz, men o'ylaymanki, o'sha o'zingizni kompaniya oldidagi vazifangizni va bu kompaniya bilan munosabatingizdagi mas'uliyatingizni to'g'ri shaklda bajargan bo'lasiz. Chunki ertaga biz bu kompaniya bilan bormizmi, yo'qmizmi, istiqjom ertaga biz vafot qilamizmi, yashaymizmi, oxir-oqibat sizni o'zingizda doim bo'ladi. Qaysi kompaniya bilan ishlaysizlar bilib turasiz. Shu kompaniya shaffof, halol ishlayapti, halol ishlayaptimi, yo'qmi tekshiradigan mana bu tarzdagi instrumentlar bor. Shu instrumentlardan foydalanib, men doim uni tekshirib aniqlab tursam bo'ladi deysiz. Men shu narsaga diqqat qaratishinglarni va mana shu narsa bugungi uchrashuvni bir samarali foydalaridan biri sifatida qolishini xohlagan bo'lardim. Ya'ni shunaqa bir platforma bo'lsa, bir savol so'raydigan joy bo'lsa, o'sha yerdan savollar yo'naltira olsanglar, o'sha yerdan shaffoflikni tekshirib tura olsanglar, o'zingizda shubha paydo bo'lgan nuqtalarni aniqlashga harakat qila olsanglar, menimcha o'ylayman shu yaxshi bo'ladi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta o'sha o'zingizda doimiy savolni bo'lishi. O'zingizda doimiy savol bo'lsa, kompaniyaning har bitta mana yangi produkt paydo qilindi dedimi, siz birinchi bo'ladigan savolingiz mana shu produkt qanchalik halol bo'ldi? Shu bo'yicha shartnomalarni ko'rib chiqsam bo'ladimi? Shu bo'yicha masalan halollikka shubha keltiradigan biror narsa yo'qmi? Doimiy mana shu savol sizda tursa, siz ham qaysidir ma'noda bu kompaniyani ham, bu kabi boshqa sizni hayotingizga to'g'ridan-to'g'ri daromadingizga ta'sir qiladigan kompaniyani ham faoliyati halolligiga siz demak hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Chunki siz talab qilasiz, natijada kompaniyalar yaxshiroq ishlaydi, yana ham yaxshiroq harakat qiladi. Oqibatda mana shu halollikni ta'minlaydigan to'g'ri shakldagi moliyaviy va ijtimoiy munosabatlar rivojlanadi. Tashakkur. IFCB kompaniyasi maxsus kengash a'zosi va Madina Islom universitetining magistri ustoz Mahmud Usmonga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Demak, hurmatli mehmonlar, har birimizda bugungi kunda zamonaviy uskunalar bor. Bu uskunalardan biri mobil telefonimiz. To'g'rimi? Hammada telefon bormi? Ko'rsating. Kimda qanaqa? Biz siz bilan bitta qiziqarli interaktivda ishtirok etamiz. Buning uchun biz maxsus platformadan foydalanamiz. Iltimos, telefoninglarni qo'lga olasizlar, kameralarni ochasizlar va ushbu QR kodni skaner qilamiz. Shundan so'ng savollar joylashgan sahifaga o'tamiz. Ushbu sahifada sizdan quyidagilar talab etiladi. Demak, imanga taalluqli savollarga o'z javobingizni va shaxsiy fikringizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Barcha javoblar anonim tarzda qabul qilinadi
bundan xavotir olmasligingiz mumkin. Natijalar esa ekranda real vaqt rejimida ko'rsatiladi. Azizlar, faol bo'ling. Biz boshlashga tayyor bo'lsak, demak, orqaga sanashni boshlaymiz. 5, 4, 3, 2, 1 va boshladik. Iymon bilan qanchadan buyon sheriksiz? Ushbu savolga javob berishingizni iltimos qilamiz. Ana bo'lmasam. Har xil javoblarimiz bor. 4 deb nomlangan ham bor. 5 oydan beri 2024-yildan 2 yildan buyon 2022-yildan ham bizga qo'shilganlar bor ekan. Bu juda ajoyib. 3 yildan buyon endi kiraman degan fikr ham paydo bo'ldi bu yerda. Albatta kiring. Men ham shuncha paytdan beri Imanov degan sahifaga qo'shilganman, lekin haligacha ham kirmadim. Bugun inshaalloh shundan boshlaymiz. Abror aka juda jiddiy qarashimni o'zgartirdilar. Rahmat. Demak, keyingi savolga o'tsak ham bo'ladi menimcha. Iymanga investitsiya kiritishdan avval birinchi fikringiz qanday bo'lgan degan savol. Ushbu savolga ham ochiq oydin javob berishingizni so'raymiz. Yaxshi, ijobiy, shubha. Ana bo'lmasam 3 ta javob ko'rdik shubha to'g'risida. Lekin bundan tashqari passiv daromad olish halolmikan degan savolda tug'ilgan. Menimcha ushbu savolga barcha javoblarni bugun biz oldik. Investitsiya qilmagan edim, lekin qilishga ham menimcha уже vaqt keldi. Kelajak uchun juda foydali. Juda to'g'ri. Yana javoblarimiz bormi? Ijobiy. Xayrli. Keyingisi. Sizningcha kompaniyaga bo'lgan ishonchni eng ko'p nima kuchaytiradi? Chotki. Juda chotki javob bo'ldi lekin. Shaffoflik, halollik, shaffoflik, nomi, qadriyat, asoschi. Rustam aka, siz sababchi bo'lgansiz. Halollik, shaffoflik eng ko'p berilgan demak javoblar bu halollik va shaffoflik. Islom, ishonch, halollik, ko'p daromad. Baribir ham turli bizda. Shaffoflik. Hisobotlarning shaffofligi. Juda yaxshi. Keyingi savolimiz, iymonda sizga eng yoqqan jihatlar qaysilar? Qani? Tinglab olaylikchi. Halollik, foydasi, ochiqlik, shaffoflik, islomiylik, halol daromad olish. Suayliklarni ham qo'yish. Sheriklar bilan aloqa, halollik, foydalar, oyma-oy berilishi juda zo'r. Halollik, bolalar uchun investitsiya. Men ham 41 yoshga to'lib, bolalarim uchun investitsiya qilishga qaror qildim va ushbu sahifaga qo'shilmoqchiman. Foyda, sheriklar bilan aloqa, xodimlar muomalasi. Bu juda katta e'tiborga arziydigan holat, xodimlar muomalasi. Demak, keyingi savolimiz, agar iymondagi bitta muammoni hal qilish imkoniyatingiz bo'lsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Pul yechish. Hech narsani. Lidviklik. Hammasi yaxshi. Hech narsa. Shaffoflik, ochiq, osharardim. Shuncha odamlar shaffoflik yaxshi deb yozishgan, buni o'zgartirishmoqchisiz. Tak, tillaga investitsiya qilish. Abror aka, siz menimcha bugun asoschi bo'ldingiz shu masalaga tilla bo'yicha. Uy olishni yo'lga qo'yish. Demak, siz iymonda eng ko'p nimani qadrlaysiz degan savolga javob berishingizni ham so'raymiz. Halollik, hali bor halollik. Menimcha hali bor ham halollik deb yozmoqchi edilar.
ishonch, doimiylik, halollik, shaffoflik hammasi asosan halollik to'g'risida yozilmoqda. Qadriyatni qadrlayman. Qadriyat. Juda zo'r. Rahmat kattakon. Keyingi savolimiz iymonga bir so'z bilan ta'rif bering. Marhamat. Ishonch, iymon. Iymon, ishonch, halol, insof, mukammal, nur, halol daromad. Ushbu so'zlar rostdan ham hammasi Iman Invest kompaniyasiga tegishli qo'yamiz. Hurmatli mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, endi esa Iman tomonidan yo'lga qo'yilgan yangi mahsulotlar haqida so'zlab berishlari uchun Madiyar Sultonovni yana sahnaga taklif qilamiz. Marhamat Madiyar aka, sahnamiz sizning. Подвели итоги 25 года, хорошо его резюмировали. Много что было проделано, но, как говорится, это была только стартовая точка, там, где мы размялись немножко, нашли свой ритм. И 26-й год, это будет, как Руслан тоже подчеркнул, мы очень ждем его, потому что он будет динамичный, много чего запланировали с точки зрения даже вот то, что мы опрос прошли, поэтому немножко покажу слайд, чтобы вы в целом посмотрели на фоне, но в основном расскажу, что мы будем делать. В первую очередь, ребята, можно включить, пожалуйста? В первую очередь, что мы делаем, мы проработали очень много, проделали работы с точки зрения тарифов наших. Коллеги расскажут более детально именно и проконсультируют вас именно по интересующим тарифам. Но в самой основе, что мы хотим сделать? Многие люди слышали, мы видели сейчас в вопросе причины, почему люди к нам приходят. Но как финансовая организация мы понимаем, что люди должны расти, должны аккумулировать свои средства, развиваться, процветать вместе с нами. И с этой точки зрения, в первую очередь, это мы в том числе про образование. И мы запускаем продукт в этом году, проект геймификации и образования, где когда приходит новый инвестор, здесь много есть старых инвесторов, которые по 5-6 лет с нами, они уже понимают продукт, и там, в принципе, никакого разъяснения не нужно. Но 11 тысяч инвесторов приходят сейчас, пришло в прошлом году. Ежемесячный МАУ у нас сейчас выше 100 тысяч, там 140 тысяч практически ежемесячно, кто приходит. И мы будем делать упор большое на развитие и на образование внутри нашего продукта, так как в первую очередь продукт — это сердце нашей компании. И в рамках продукта мы внедряем статусы, субстатусы, то есть у вас это всегда будет прогрессивная шкала. Когда человек приходит, это не то, что положил деньги, месяц подождал, забрал прибыль. Инвестиционная деятельность, это долгосрочная дисциплина, которая в результате приводит к нас к процветанию, к какому-то комфорту. И в рамках геймификации как раз-таки мы вводим прогресс образовательных программ, изучение документации, изучение функционала. И в итоге это будет повышение статуса, на который мы в целом вводим с первого квартала 2026 года. Это стандарт для новичков, это Gold статус, это премьер статус и private инвестора. Это те, кто с нами очень давно и заходят к нам, скажем так, с мега серьезными суммами. В вопросе я увидел также то, что кто-то уже откладывает для детей. Это очень важно для нас черта, потому что у каждого у нас есть тоже дети, в рамках которых мы хотим тоже им светлое будущее обеспечить. И мы запускаем детские инвестиции. Как тизер скажу, мы ведем переговоры уже с большим игроком на рынке, и это 5 миллионов родителей на сегодняшний день. И этот продукт запускается тоже в первом квартале 2026 года, где вы можете помимо своих инвестиций также открывать инвестиционные счета для ваших детей. Ни для кого не секрет, все видят новости про искусственный интеллект, как он развивается. Мы много об этом не говорили, но тем не менее у нас уже сформировалась полноценная команда в этом направлении. И первые два продукта, которые мы запускаем в 2026 году, это мы много раз пробовали использовать готовые решения в рамках службы поддержки,
но поняли то, что тому качеству, которое мы хотим дать нашим клиентам, это не отвечает, и ввиду этого работаем над созданием своего собственного продукта. Аиша теперь это не партнерство, не коллаборация с кем-то, Аиша это полностью наше детище, которое уже в марте будет первый релиз, и полностью вот служба поддержки, когда вы обращаетесь в чат, это полностью наше решение. Следующим шагом мы не останавливаемся на этом, мы идем в сторону AI First, где у клиента будет выбор в целом общаться, смотреть в интерфейс и самому функционалом пользоваться, либо напрямую сразу делать операции через искусственный интеллект. И первая итерация это будет как раз Sales-консультант, где вы можете получить ответы на свои вопросы, инициировать какие-то действия в приложении не через нажатие, а через коммуникацию с агентом. Это большой домен, который будет развиваться в последующие годы, но самое главное то, что мы делали такие большие шаги в этом направлении в сторону технологий. Мы много общаемся с вами, мы много получаем обратную связь, всегда слышим, никогда не реагируем на нее негативно, как я всегда это подчеркиваю. Но с этого года мы меняем стратегию с точки зрения как оценки наших сервисов, так и разработки новых продуктов. Поэтому две важные стратегических изменений. Это первое, то, что каждая операция, вы уже увидели, если когда вы делаете инвестицию, при успешном, в конце каждой операции вы видите оценку. Оцените, понравилось, не понравилось. Это будет вокруг всего приложения, что бы вы ни делали, мы будем постоянно собирать обратную связь и внедрять ее. Помимо этого, все сегодняшние собравшиеся, в первую очередь, инвестора, мы также открываем направление исследований, и в рамках этого весь новый функционал, вы будете сюда приглашаться к нам в офис, в онлайн, где вы можете потестировать, посмотреть, дать обратную связь, удобно ли вам или нет. Потому что даже сейчас вот среди вас я знаю, что некоторые есть комментарии, раньше было полегче, сейчас немножко сложно, некоторым нравится. И чтобы вот это было, скажем так, sustainable, и мы знали точно, что мы делаем, и что это вам нравится, мы будем проводить опросы, и как это должно быть. Понимаете, непонятно мы сделали тот или иной функционал или нет. Также то, что мы сказали, мы увеличиваем как сторону инвест, так и сторону рассрочки. Помимо торговли и товаров, мы выходим на рынок авто, мы выходим на рынок жилой недвижимости, и которая также будет предлагаться вам в виде инвестиционного продукта и в рамках инструмента рассрочки для наших покупателей. Это самая малая часть, которую мы вам сегодня показываем, но более подробно и детально именно раскроет стратегию по инвестиционной части следующие коллеги. Спасибо большое. Aziz Sultonovga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Tashakkur. Hurmatli mehmonlar, rivojlanishni yangi strategik qarorlar va mijozlar uchun yangi imkoniyatlarsiz amalga oshirish mumkin emas. Bu barchamizga ma'lum. Iman Holdingning investitsion imkoniyatlari haqida shu yo'nalishning bosh direktori Timur Xo'jayev so'zlab beradilar. Marhamat. Дорогие инвесторы, друзья, всех вас приветствую, ассаламу алейкум. Мероприятие данное становится уже таким традиционным, на самом деле таким жданным в течение всего года, становится особенным ввиду того, что это наша возможность для нашей компании показать, чем мы занимаемся в течение года, чтобы дать такую транспарентную картину того, чем занимается компания, ее сотрудники, чтобы как раз показать, чем мы занимаемся, на что тратим время, чтобы отчитаться о проделанной работе и подсветить как раз моменты, над которыми компания работает в течение года и готова представить уже в следующем году. Как уже проговорили до этого мои коллеги, да, что мы готовим следующее направление. Вот, первое, о чем хотелось бы проговорить, что, как вы знаете, да, в течение 2025 года мы запустили направление Иман Квадрат. Это было 2 тестовых объекта совместно с нашими партнерами, которые мы тщательно отбираем. Это компания Murad Buildings, Мурада Кеназарова,
одного из членов нашего НАП-совета, и нашего партнера Energy BI. Это большая казахстанская группа девелопера, которая оперирует уже по всему миру, по сути, в том числе на рынке Узбекистана. Мы запустили 2 тестовых объекта в 2 форматах. Первый — это Street Retail в жилом комплексе BI Садо, и офисного формата в C1. На C1 это называется объект Centrum One. Оба объекта успешно закрыты. Да, мы собрали полное финансирование. Я думаю, что каждый из вас видел, как мы в каналах коммуникации объясняли, как дальше будем работать с этими объектами, да, что их впоследствии ожидает, что сегодня фонд подготовил 3 стратегии работы с такими объектами. Первое — это создание пассивного дохода, да, через сдачу в аренду. Второе — это перепродажа. И третье — это продажа в рассрочку с наценкой. Вот. И на данном слайде как раз хотелось бы поделиться планами на 2026 год. Какие объекты, какие форматы, какие инвестиции, форматы мы готовим, да, в течение 2026 года. И здесь как раз транспарентно хотим, да, сразу же поделиться, что в формате Street Retail мы там готовы проанализировать и представить около 7 объектов на сумму $1 миллиона. Офисного формата около 26 объектов общей суммы 5,2. Будем смотреть в сторону расширения и складской недвижимости. Сейчас на самом деле в республике есть острая нехватка такого сегмента складов. Мы знаем то, что мировые бренды на данный момент заходят в республику, и есть острая потребность в различных формах складской недвижимости, причем как сухой, так и холодного формата. Есть мегапроекты, которые можно проанализировать, да, и предложить для инвестиций. Как уже Мадияр Ака сказал, заходим в сегмент именно жилищного фонда, то есть будем предоставлять возможность инвестиций уже в квартиры, да, то есть это похоже, что было с коммерческой недвижимостью, но теперь еще и квартиры, то есть это выкуп ликвидного пула квартир для их дальнейшей перепродажи уже с наценкой. Да, причем можно будет перепродать как раз таки в рассрочку. Да, это вот как раз тот продукт, о котором мы хотели с вами поделиться, что Иман запускает возможность приобретения квартир в рассрочку. Да, это что-то по типу стандартного банковского продукта ипотеки, так это назвать нельзя, да, но своя суть, она там будет отражена, да, что человек может прийти и приобрести квартиру, да, которую ему интересно, в рассрочку на срок вплоть до 10 лет. 10 лет можно будет платить аренду, да, выкупая эту недвижимость. И также анализируем часть объектов загородной недвижимости. Тоже знаете, наверное, про такие инвестиционные возможности. Возможно, встречали, да, что опять-таки же иностранные компании приходят, предлагают такую инвестиционную возможность. Тоже в эту сторону смотрим. Будут анонсы, пожалуйста, следите за этим. И первые, если быть конкретнее, да, то есть какие объекты мы конкретно смотрим, вот как раз из сегмента офисной недвижимости сейчас прорабатываем проект, называется Solid Premium. Это офисное здание, которое находится в Яхасарайском районе, Ракат Махаля. Это 6 этажей офисных помещений. Первые этажи — это коммерция. И со 2 по 6 этаж — это именно офисы. Причем со 2 по 5 этаж — это именно офисная система, кабинетная, разделенная. И 6 этаж является open space, который указан на экране. Global Property, управляющая компания, достаточно тоже большой оператор на рынке недвижимости, готовы обеспечить заполненность объекта на 95%. С долгосрочным видением на этот объект, владением
возможно, до 10 лет. Да, это вот тот минимум рубеж, который мы сейчас смотрим, с обеспечением простой, понятной, постоянной доходности около 10% ежегодно. Вот если посмотреть на 10-летний рубеж, доходность составит около 10%. Сейчас проверяем объект, проверяем реестр арендаторов. На самом деле все арендаторы там сидят, проверяем состояние здания, проводим legal due diligence, то есть это проверяем, все ли нормально у них по документам. Еще раз сверяемся с экономикой. В скором периоде готовы будем представить для рассмотрения для инвесторов, для вот таких вот инвестиций. Да, вот, собственно, несколько фотографий, пару фоток. Вот это уже готовое построенное здание, как раз, о котором я говорю, да, которое находится в Египетсарайском районе. И один из кадров, который мы, собственно, сами посетили недавно объект, просмотрели его, вообще на самом деле находятся ли там арендаторы, да, что, например, там с парковочной системой, что находится поблизости с инфраструктурой и готово ли здание на самом деле его собственник к продаже. Второй момент. Да, возможно, вы уже в курсе, то, что мы уже проговорили, что запустили партнерство с нашим партнером Альбина. Альбина является большим ключевым игроком в сфере строительства. Разрабатываем множество проектов совместно с этим фондом. Причем множество моделей, которые будут касаться как инвестиций, так и рассрочки. На данный момент Альбина строит много объектов в Новом Ташкенте. Да, это стратегическая территория, которую президент обозначил до 30-го года. Да, по-моему, сейчас согласовано порядка 10-15 тысяч гектар. Вот наш партнер Альбина активно застраивает там целые районы, да, жилой и коммерческой недвижимостью, вот, на территории которых мы готовы предоставить рассрочку. Да, то есть это такая квази-ипотека, да, которую можно будет приобрести непосредственно в этих районах и других. И для инвестиций совместно вот как раз Альбина и EnergyBI работают над проектом For You, это Мирза-Улугбекский район. И вот здесь как раз идет старт начала наших инвестиций в жилую недвижимость. Energy For You – это как раз объект, который отвечает всем критериям инвестиционной недвижимости. Будем готовы представить там полку объектов именно жилой недвижимости, высоколиквидных, для последующей, опять-таки же, перепродажи в рассрочку. Да, то есть, опять-таки, мы сможем предложить это инвесторам, для кого это будет интересно, выкупим пул квартир. Если это будет интересно инвесторам, они могут сами приобрести их в рассрочку, мы можем это проговорить. Либо же в конце завершения срока строительства самостоятельно найдем клиентов и перепродадим либо за 100% оплату с ростом со стоимости, либо в рассрочку, опять-таки же, как говорю, уже до 10 лет. Это будет первый объект For You, который находится в городской среде, обеспечит доходность около 12-14% ежегодно. Вот. Это достаточно консервативный, но уверенный прогноз, который мы видим сегодня на рынке. Вот, собственно, как выглядит проект. Находится на метро, вот, на Мирза-Улугбекском районе, по-моему, в районе метро Пушкин, по Крыльку. И недавно тоже с кем начинаем партнерство. Тоже уверенный девелопер на рынке Узбекистана. Это Centris Development, большая компания, которую вы, возможно, знаете. Компания строит грандиозный объект в центре Ташкента, в центре столицы, который называется Centris Towers. Да? Это большой объект, который отвечает полностью всем запросам рынка в части потребностей А-класса офисов. И также у застройщика есть жилищный фонд, объект называется Golden Lake. Возможно, вы тоже могли его видеть. Встречались и с
представителями, с владельцами, с управленцами застройщика, обговаривали моменты того, как будем сотрудничать. Готовы представить, опять-таки же, пул из жилищного фонда, из квартир, которые готовы проинвестировать, опять-таки же, с целью дальнейшей перепродажи в рассрочку, либо за 100% оплату. Точно так же консервативный взгляд на эту инвестицию. Это примерно 12-14% годовых в долларах, что является абсолютно достижимой целью. Также вот, да, хотели бы продемонстрировать жилой комплекс, достаточно много блоков. Попозже немного раскроем, собственно, суть инвестиций, но как раз пул объектов уже подобран, будет находиться в блоке А2, который уже на данный момент завершен на 90%. Мы в постоянной коммуникации находимся с застройщиком, поэтому постоянно смотрим на прогресс, постоянно просматриваем на то, как идет ход строительства, держим тоже руку на пульсе. На данный момент у меня все. Хотел бы пригласить уважаемого Хасана Камова Саидова. Прошу. Rahmat, bildiramiz va sahnaga so'z uchun Centris Development ambassadori Hasan Mamasaidovni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum sizlar, qadrdonlar. Menimcha bugun shu yerda Jahongir aka degan akamiz kecha menga telefon qilib Hasan aka, Iman Invest bo'yicha bir tavsiya bersangiz, pul tiksam bo'ladimi, bo'lmaydimi deyishdi. Men aytdim, diniy ulamolar tajribasidan ham aqlim yetmaydi. Ulamolar tavsiyasini beradi. Kuchli moliyachi sifatida ham kuchli moliyachi emasman. Lekin o'zingiz har bir insonning o'zining kutubi bor, qarashlari bor. Siz mabodo shu loyihaga investitsiya tiksangiz, qaysi qarashdan qaror qabul qilardingiz deyishdi. Ravshan Ermatov bilan intervyu olganimda mana shu savol meni qalbimdan ko'p joy olgan. Ko'pincha oxirgi chiqishlarda shu fikrlarni iqtibos qilaman. Ravshan aka dunyo e'tirof qilgan hakamlar safidan joy olish uchun minglab hakamlar harakat qildi. Lekin top 5 ta, top 10 ta ketma-ket 4 ta 5 ta jahon chempionatini boshqargan, tarixga rekord yangilagan hakam sifatida o'zbek bayrog'ini o'sha futbol olamiga tanishtirishga hozirgi bizning O'zbekiston jamoasidan ancha oldin siz bu bayroqni jahon chempionatiga olib chiqqan yagona va birinchi o'zbeksiz. Har bir insonni o'zini talqinida o'zining muvaffaqiyati bor. Do'stlar, ustozlar, atrofdagi insonlar o'zini rakursida baho beradi. Sizni talqiningizdagi shuni agar muvaffaqiyat deb aytadigan bo'lsak, alohida fokus qaratgan, e'tibor bergan, yo siz uchun qadrli bo'lgan jihatini ochsangiz biz uchun qadrli bo'ladi. Deganimda bir yaxshi gap gapirdilarki, 90 minut o'yinda muhim qarorlarda mas'uliyat bilan yondashgan. Chunki har bir sekundda, har bir daqiqada qabul qiladigan qarorimga mas'uliyat bilan yondashishim mani bugun o'sha darajaga chiqishimga sabab bo'lgan yana bir omillardandir. Haqiqatdan ham bitta noto'g'ri qarorim bir mamlakatda, bir millatda taqdirini yo ijobiy yo salbiy tomonga taqdirini hal qilishga ta'sir qilishini his qiladi. O'sha mas'uliyat bilan yondashib yurishimiz bizani asq. Bugun bu loyihada ham har bir qarorlarida qabul qilayotgan mas'uliyatda o'zlariga bo'lgan talabchanlikni o'zini manfaatiga bo'lsa-da, manfaatiga ziyoniga bo'lsa-da ustozlardan, atrofdagi insonlardan bilimini olib bu loyihaga mas'uliyat bilan yondashadi. Albatta sababini qilishadi. Albatta bu biznes har bir narsa gipoteza. Bugungi siz bilan biz muvaffaqiyatli insonlar va muvaffaqiyatli loyihalar degan insonlarni yutug'ini ko'rganmiz, biz ko'rgan va ko'rmagan qancha xuddi shunaqa yaxshi niyatda ochilgan loyihalari oxirigacha yetmagan holatlar juda ko'p biznesda. Lekin shunda ham sababini qildik. Alloh barakani berdi. Biz yutug'ini ko'rdik. Ular chempionlar, ular sohaning liderlari, bular e'tirof qilingan tadbirkorlar sifatida kimnidir ko'rganda yo havas qilamiz
yo deylik ularni bir yutug'iga qarab hurmatimiz, munosabatimiz o'zgaradi. Hozir mana xato qiladigan bo'lsam, o'zimni o'zi qabul qilasizlar, ustozlardan so'rab yoki mana biror akamdan ham so'radimki, hattoki mana bugun iymon degani o'sha diyonatli insonlar uchun loyiha, insonlarning qalbidagi anchadan beri qidirgan savoliga javob topish harakatini ko'ramiz. Xuddi shunaqa 90-yillarda halol kolbasa bilan halol go'shtni muhimligini anglagan davrga guvoh bo'lganmiz. Magazinda go'shti, magazinda kolbasasida katta bo'lgan insonlar mas'uliyat bilan holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. O'sha jarayonlarni bosib o'tganmiz. Noaniqlik, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Yuzlab, minglab, millionlab insonlarni dunyoqarashini o'zgartirishi avlod to'g'ri keldi. Xuddi shunaqa, hattoki bugun biz o'sha e'tiqod ustida, qadriyat ustida, iymon ustida, diyonat ustida qabul qiladigan qarorlarimizni bugun hamma oddiy holatda qabul qilishida ham hozir qaragan yonlarda 96-yil, 98-yil shogird bo'lib xizmat qilganman. Ko'plab so'zlarni ichida hozir mana birokamlar yana beodoblik va xato qilmayman. Islom dini birinchi marta o'sha nima kelib, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga elchi bo'lib kelib bu narsani targ'ib qilishda birinchi 20 yili la ilaha illalloh degan odamlarning ishonchi uchun fundamentiga bag'ishlangan umrlar bo'lgan deb aytadi. Qolgan 3 yili uni hali quvvat tortib keyin ommadan targ'ib bo'lishga sabab. Hattoki bugun dunyo e'tirof qilgan millionlab insonlar to'g'ri yo'lda tanladik degan bugun shubhasiz aqlimiz yetsa-yetmasa qabul qiladigan holatni odamlarning qalbidan ishonch bildirish uchun hattoki payg'ambarimiz duo qilganlardaki, mana Abu Jahla, Abu Lahablari va Umarga o'xshagan insonlarni kuchi bilan dinni quvvatlagin deb Allohdan so'rab duo qilgan. Bugun bu yaxshi niyat ustida qurilgan harakat, bu gipotezani ustida atrofda shu yaxshi insonlarni iymoni bilan, kuchi bilan, atrofdagi quvvati baland, quvvati kichik, ham количественный, ham качественный показатели. O'sha insonlar bilan quvvatlanishning orqasida bir-bilan do'st bilan obod bo'ling degandek bu loyihani atrofidagi quvvat bo'layotgan insonlar, bu loyihaga e'tirof berayotganlar, bu loyihaga ishonch bildirayotganlar. Bu loyihada hattoki siz ham, biz ham hammamiz ikkilanamiz. Alloh o'zi adashtirmasin, yuzini yorug' qilsin. Katta mas'uliyat bilan bu bozorga kirilyapti. O'lim vodiysi bor. Chunki biznes gipoteza, o'zi niyat bo'lgan bilan juda ko'plab resurslar talab qiladi. Vaqt resursi, pul resursi, ishonch resursi, dalolat qilish kerak, kommunikatsiya qilish kerak, sohani tarbiyalash kerak. Bugun mana sizlarning oldinglarda o'tiribmiz. Infaktor haqida bir marta bo'lsa ham eshitgan, taniganlar qo'l ko'taringlar. Infaktor eshitmaganlar bormi, qo'linglarni ko'taringlar. Infaktor eshitmaganlar balkim bitta ikkita bor, lekin bugun millionlab muxlislari bir kunda biz yig'madik. Bitta 3 yil, 4 yil 4 mingta obunachi edi. 2017-yildan karantinni boshidagi nimasida YouTube'imizda bor yo'q 4 mingta. Allohning fazli, karam, marhamati bilan karantinni yakunida 100 mingdan ziyod bo'lib ketdi. Va faqat Hasan aka, faqat Husan aka uchun bu Alloh fayz baraka bermadi. Kimdir uchun Zafar aka, kimdir uchun Murod aka, kimdir uchun ustozlar, kimdir uchun ulamolar orqali shu loyihani ko'pchilik o'ziga kashf qildi. Biz faqatgina bularga o'xshab sababini qildik-ku. Sizlarning fazl karaminglar, marhamatinglar, barakanglar, qo'llab-quvvatlashinglar bilan bu loyiha hali narodniy markaga aylandi. Faqat bizlarni shu avtobus ro'ldagi odam sifatida manzilni boshidan oxirigacha yetishiga Alloh bir qanaqadir shu missiyani balki yaratishga sababchi bo'ldik deb o'zimiz uchun holatga shunaqa bir baho berdik. Bir zavq oldik. Bizlarning niyatimiz, maqsadimiz o'sha diyonatdan, xiyonatdan diyonatga, o'g'irlikdan to'g'rilikka, yomonlikdan yaxshilikka o'tish bo'lish kerak deb Pozon Qorakamning missiyalari shu edi. Men shayxlikka da'vogarlik qilmayman dedi. Oddiy ana nonga o'xshab hali namoz o'qimaganlarni yoki ichgan, chekkan, yomonda yurganlarni bir to'g'ri yo'lga kirishga sababchi bo'lsam degan maqsad, kutuvlar bo'lgan. Xuddi shunaqa dunyoda ham kutuv muhim. Qachon biz baxtli bo'lamiz va qachon baxtsiz bo'lamiz. Noto'g'ri va'da bersak va insonlar noto'g'ri kutuv bo'lsa, muammolar boshlanadi. Shuning uchun albatta do'stlarimizni loyihasini qo'llab-quvvatlaymiz. Ularni haqqiga duo qilamiz.
Chunki ishoning, bularni atrofida yuzlab ustozlar, yuzlab insonlar va sizga o'xshab birinchi yuzlab, minglab ishonch bildirganlarni savoli bilan bu loyiha rivojlanadi. Ularni o'sha ko'zgu bo'lishi bilan rivojlanadi. Meniki bo'lsam uncha yaxshi, faqat mana bu joyga e'tibor bering desangiz, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Bu loyiha hattoki mana qo'lingizda iPhone 14dir, 15dir, 16dir, iPhone 1dan boshlangandek birinchi jarayonda, birinchi o'lim vodiysidan o'tadi. Innamal a'mol binniyat, niyatni o'zi yaxshi turibdi. Alloh niyatga qarab, maqsadga qarab, atrofdagi o'sha bir pullardan tashqari o'sha qo'llab-quvvatlash energiyaga qarab Alloh barakani beradi. Yana bir narsani men aytamanki, hattoki Hasan aka, siz qaysi jihati uchun shu loyihaga pul tikkan bo'lardingiz desangiz, M-Factory kimdir Alisher Risayev uchun, kimdir Murod Nazarov uchun, kimdir Zafar Hoshimov uchun, kimdir Abror akam uchun bir marta bo'lsa ham kelgandi. Hasan aka bo'lgan uchun kelmasdi balki. Yana boshqa jihatlari uchun kelgan bo'lsa, mana bu savolni hamma o'ziga beradi, u yoki bu qarorni qabul qilayotganda. Bu savol marketologlarga tegishli, lekin marketologman deb o'zini tan olmagan, hammamiz uchun izohli bo'lgan insonning gaplari. Ashula qilib, she'r qilib, marketing bilan adabiyotni birlashtirganda hammamiz tijoratimizga tatbiq qilsak, savollarga javob topiladi. Qarang. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Abdulla Oripov. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyor. Nechun vatan deya yer va osmonni muqaddas aytaman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga elda yo'q? Yoki quyoshmi sevgimga sabab? Axir quyoshni-ku butun Osiyo. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Bog'larin jannat deb ko'z aytaman. Nechun ardoqlarkan tuprog'ini men? O'paman tuprog'ing bebaho vatan. Aslida tuproqni odil tabiat taqsim aylagan-ku yer yuziga teng. Nechun bu tuproq deb yig'ladi furqat. O Qashqar tuprog'i qashshoqmi deysiz? Men nechun sevaman O'zbekistonni? Sababin aytgin desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga. Yana boshqa kupletlari bor. Har bir inson u yoki bu qaror o'zi uchun trigger bo'lgan. Kimdir diyonati uchun, kimdir qadriyati uchun. Hozir sizga bizga aroq sotib 1 million 2 million qilarkan, endi kelib berarkan desa 10 million qilmaydimi deymiz. Тебе масло или мясо desa мясо deymiz. Menga halol bo'lsin, xotirjam bo'lsin, kam bo'lsa ham g'am bo'lmasin. Ikki dunyoga xayrli, barakotli bo'lsin. Balki bularni shu niyati uchun kimdan oldin, kimdan keyin sizga ko'proq foyda kerak bo'lsa bizdan kutib qilmaylar. Siz bizga aqlimiz yetmagan, siz bizning tajribamiz yetmagan, siz bilan o'zimiz kuchimiz yetmagan loyihaga insonlarni, tajribali insonlarni birlashtirganda matematikada 1+1=2 bo'lsa, loyihalarda salohiyatli, tajribali inson joylarda bir barakasida ham, tijoratida ham 1+1=11 bo'ladi. Endi bu yog'ida siz aqlingiz yetgan, biz aqlimiz yetmagan holatga boshqa insonlar o'zgu vazifasini bajargandan keyin sal xotirjamroq bo'lamiz. O'zimiz ham biznesda, tijoratda sherik bo'layotganda, men o'zim 100 so'm 100% o'zimniki bo'lgandan ko'ra 1000 so'mni 10% bo'lsa ham 100 so'mi meniki bo'lgan yaxshi. 1000 so'mlik salohiyatdagi 100 so'm. Holat o'zgarmaydi, lekin 1000 so'mlik salohiyatda meni xatoyimdan tashqari qancha insonlar maqsadi, manfaati yo'lda xato qilish shansi kamroq. Shuning uchun o'ylaymanki, men shu jihatdan kelib chiqdik-da, endi boyagi faktor iqtibosini bekorga qildim. Hasan aka, siz iymonni tanlasangiz, sizni holatingizda Hasanga to'g'ri kelgani, Husanga to'g'ri kelmaydi. Siz nima uchun iymonni tanlagan bo'lardingiz desangiz, albatta bizning bugun salohiyatimiz, imkoniyatimiz, investitsiya har bir insonning qarashiga qarab, keyingi raunddagi instrumentlarga ishlatyapmiz. Lekin kecha Lazzat Qanfi Facebookda
yaxshi bizani yaqinda klubimizdagi aytgan gaplarni o'zimiz klublarga tarqatdik. Mana deylar, bugun oyiga $10,000 passivniy dohod sabab bo'lishiga bir paytlar siz ukangiz, mana shu loyihani egasi Ibrohim aka bir gaplari burilish nuqtasiga sababchi bo'ldi. Men sab kompaniyada ishlayman, ko'plab pul topaman, lekin orttirmasdim. O'zini hurmat qilgan, ertaga kuch ketganda, quvvat ketganda xotirjam hayot o'tkazaman degan odam bugun imkon bo'lganda o'zini mas'uliyatga va majburiyatga tiqish kerak. Bo'lsa ketadi, bo'lmasa yetadi. Boshqa ta'bir bilan aytganda masanga nima qoldi, hasanga bo'ladi. Ertaga boshqa qotib o'tiradi. O'zingda bor, olamda bor, o'zingda hech kimda. O'shanda Lazzak ham aytdilarki, u rasrochkalar yo'q edi. U boshqa narsalar yo'q edi. Murodxon akamni shu Alayskidagi ochilgan uylarda 70 ming, 100 ming dollarlik narsa, 20 ming pulim bor. Mayli, mana shunaqa 12 oy ichida men senga qilib beradigan va qo'limda 5 ming, 10 ming keladigan pulim bor. Ibrohim akamni gaplari uchun qaror qabul qildim. Menga ishonchli developer kerak edi. Men unga ishonadigan, bu menga ishonch bildiradigan odam. O'xshamay qolsa pulim kuymasligi kafolati bor edi. 20 mingdan tashqari oyiga 5 ming orttirish maqsad qilib qo'ydim. Keyin 1 yil ichida o'sha 70 mingni bitimini kelishgan holda, mayli 65 emas 70 mingga bo'lsa ham pulni narxi, qiymati men 5 mingni birinchi kvartiramni orttirdim. Birinchi kvartirani orttirgandan keyingi raundga pishdim. Buni semirtirib sotamanmi? Remont qilib sotamanmi? Remont qilib arendaga beramanmi? Passivniy dohod sifatida oyiga mayli qanchadandir $500, $1000 pul ketdi. Bugungi qo'limda xuddi shu privichka, xuddi shu mas'uliyat. Самый богатый человек в Вавилоне ham aytadi. Начали заплатить себе. Bizani pulimizni orttiradigan, kopilka qiladigan instrumentni sotib oldim. Shu instrumentda endi menga ishonchli developer kerak. U menga va men unga ishonch bildirsam, u ham men ham sababini qilsa, qo'limga 1 yil ichida 70 ming, 100 mingni orttira olmaydigan odam 5-10 yil ichida hozir bilmayman bir necha million dollarlik недвижимостьlarga ega bo'ldim. Hozir hech narsa qilmasam ham xotirjamman, oyiga passiv dohodim o'zi $10,000 keladi. Ukamiz endi ochiq intervyularda yo'q zapis qilganda aytadi. Men har doim aytaman. U farqi yo'q. Mendan Murad Buildingsdan yoki Golden Lake'dan olinadigan targ'ib sifatida emas. Insonlar qaysi qaror orqali qaror qabul qilyapti degan psixologiyasi menga qiziq. O'zingiz ishonch bildirgan bugun 100 ta developerdan 20% qizil liniyada. Mas'uliyat ham yo'q, harakat ham yo'q, niyat ham buzuq. Ulardan ehtiyot bo'ling. 60 ta sariq zonada yaxshi niyat bilan sababini qildi, yo imkoniyat yo'q, yo salohiyat yo'q, sizni pulingiz tushmasa, loyiha orqaga qarab effekt ta'min bo'ladi yoki aka bosvering, bitta kvartirani bilan hujjatsiz hal bo'ladi deganda hal bo'la olmayapti-da. Bu sababini qilgan, lekin sariq zonada tushdi. Bor yo'g'i 100 tadan 20 ta developer 20% bugun ishonchli developerlarni to'g'ri tanlash juda muhim. Kecha Timur aka kelganda shunchaki Hasan aka ukachilik buzilmadi, paratkasi buzilmasin deb bir 2 soat mazgimizni qotirdi. Aka iltimos mendan olmaydi. Yo'q, men mas'uliyat bilan harakat qilishim kerakki, bu yerda faqat o'zim pulimni joning sog' bo'lsin. Bunga pul tikayotgan odamlarga niyatim, gipotezam maqsadimdan tashqari bundoq bo'lsa nima bo'ladi, bundoq bo'lsa nima bo'ladi. Shu 1 kvadratigacha sinchkovlik bilan savollarni berganda, chunki orqada mas'uliyat turibdi. Demak, hattoki developer tanlashda yuzlab kvartiralarni sotganda 4 ta kvartira sotib olsa bo'lmadi deganda imanni o'zini ofis qilib xodimiga bu narsa qilsa ham yutqizmaydi. U o'zida lekin mikromenejment zuminda mas'uliyat bilan bitta loyihaga ukachilik ham buzilmasin, brend bo'lmasa ham buzilmasin. Yuridik tomondan tortib, mahsulotdan tortib buni orqasida bittami 10 ta 5 ta odamga biz nima qilsak o'sha boyga aytgandek qarar bo'lmasa boshqa bo'lmasin deganda boshda sal erish tuyuldi-yu, keyin aytaman loyihaga bo'lgan mas'uliyat ko'p. Va shu mas'uliyatdan keyin men o'zimga savol berdim. Ukamiz hamma o'zini majburiyatga olib kirsin, boshqa qilsin deganda men hozir Central Towers o'zida 2-3 turibsim bor. Golden Lake'da bir qancha kvartiralarim bor. Hozir yana keyingilarga o'sha formulasini topib oldik. Aytdim, bolalarimni ham yoshlikdan shu privichkaga tarbiyalay olmadim. Endi hozir bolamni qo'lida $30,000 30 oylik kvartiraga tikishga imkon yo'q. Bitta kvartirani olib o'sha psixologiyani qilsa ham bolamni qo'lida
oyiga 5 million tashlasa ham nima instrument bor? Privichka uchun kichkinalik paytda degan narsa. Iman bu produkti bilan e'tibor beradi. Mahsulotdan xotirjamman, developerdan xotirjamman, o'zim sotib olganman. Bolamga bu liniya orqali shu narsani sotib olamanmi degan savol tug'ildi. Kolaga ishonch muammosi yo'q, yoki kofega ishonch muammo yo'q. Qaysi magazindan yo qaysi restorandan, qaysi kafedan ichaman degandek, bularni joyiga borib o'sha yaxshi siz ishonch bildirgan brendda sokka yoki napitkani ichgandek, bu produkt orqali men o'zim labzdan sotib olsa, o'zim o'g'limni hammasiga oyiga 5 milliondanmi, 10 milliondanmi yoshligida bu privichkani nima qiladigan instrument sifatida. Va mendan tashqari yuzlab aqlli insonlar borki, mani aqlim yetmagan savolni, men so'ragan va so'ramagan savolni bergan. Mana shu yerda effekt masshtabi bo'ladi. O'shancha men o'ylaymanki, ishonchli developerlarni tanlaylik. Sharoitingiz bo'lsa, albatta yaxshi o'zingizlar kuchinglar bilan olinglar. Sharoit bo'lmasa, bu instrumentlar o'sha kacheyli bo'lib, ertaga birinchidan disiplina, mablag' orttirish va boyagi xotirjam hayot strategiyasiga sababchi bo'lsa, biz yaxshilikka sababchi bo'lganimizga xursand bo'lamiz. Do'stlarimiz bilan loyihasini haqiqiy samimiy duoda bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hozir esa bugungi tadbir ishtirokchilari uchun eksklyuziv taklifni Timur Xodjayev taqdim etadilar. Marhamat, Timur aka. Yana olqishlar bilan kutib olamiz. Да. Хасан ака, спасибо большое. Я уже несколько раз отмечал, что с Хасан ака можно общаться бесконечно, да, что это кладезь знаний, человек большого опыта, много информации, очень много инсайтов. Я хотел бы объяснить, что в связи вот как раз с текущим мероприятием мы хотели бы объявить, да, о запуске, да, вот этого проекта совместно с Centris Development и сказать, что сегодня готовы посмотреть, да, какой есть интерес вообще среди инвесторов. Если вас уже сейчас заинтересовал данный оффер, можете, да, отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране, и посмотреть, собственно, сам оффер. Если у вас есть на данный момент какие-то вопросы, то, собственно, у нас есть уже целая команда, да, отдела продаж, которая находится за вами, да, как раз вот на задних рядах, там уже сидят участники, вот как раз наш руководитель отдела продаж, он вам сейчас машет вот Алишер Ака, да, в синей рубашке, и ребята готовы там оказать полную консультацию, объяснить, что за объект, суть инвестиций, да, что мы с ними будем делать, какой объем этих инвестиций, и собрать у вас предзаявки, да, на интерес к этому продукту. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Timur Xodjayev. Hurmatli xonlar va janoblar, navbatdagi spikerimiz Imanning eksklyuziv mahsulotini taqdim etadilar. Sahnaga Private Banking yo'nalishining direktori Madiyar Ibrohimxonovni taklif etamiz. Marhamat. Ассаламу алейкум, всех приветствую, уважаемые гости, партнеры, инвестора. Хочу объявить об открытии направления Iman Private. Сейчас детально расскажу о данном направлении. Основой нашего направления является первый private банк для наших ультра high net worth клиентов и инвесторов. Первый в Узбекистане private банкинг будет открыт в ближайшее время, мы объявим об этом. Скорее всего, это будет конец первого квартала, либо начало второго квартала 2026 года. Показан примерный тизер, как будет наш офис выглядеть в центральной локации города, где сконцентрированы именно банки и финансовые центры. Первый вопрос, да, почему Iman Private? Это направление именно предоставлением персонального обслуживания, персонального
банкира, который будет управлять полностью инвестиционным портфелем. Соответственно, под управление нашего наблюдательного совета, в первую очередь это Рустам Рахматов, Мурат Назаров и Хабибула Ибрагимов. То есть, что это означает? Означает это то, что нашим инвестиционным портфелем будет управлять команда профессионалов с международным опытом. Это дает дополнительную уверенность и то, что наши продукты полностью проверены и доходность высчитана правильно в наших новых инструментах. Соответственно, также хотели бы объявить о наших новых тарифах, которые с сегодняшнего дня будут действовать для наших новых клиентов и клиентов, которые будут соответствовать инвестиционному портфелю под управление. Более детально вы можете получить консультацию после всех презентаций. В зоне консультации наши менеджеры готовы будут дать всю подробную информацию. В части хотелось бы рассказать, что такое Private Bank. В первую очередь это персональный менеджер, который будет давать не только продавать продукты, но и направлять. То есть будет направлять правильно, диверсифицировать свой портфель. То есть сумму, вот наш коллега Тимур в данный момент презентовал наши продукты. Ранее у нас был депозит Аманат, сейчас мы расширяем нашу полку, соответственно даем наиболее выгодные условия на рынке по инвестированию. В первую очередь это недвижимость от наших партнеров. Как ранее наш коллега Тимур рассказывал, это самые топовые девелоперы, в которых мы уверены, что завтра будет доходность и данная недвижимость будет своевременно сдана в эксплуатацию. Это в первую очередь Мурат Buildings, Energy BI, и вот недавно мы в ноябре месяце 2025 года подписали еще одного девелопера, стратегического партнера в нашем холдинге Альбина Девелопмент. Соответственно, также есть проработанные продукты. В ближайшее время мы объявим об этом, то, что мы запускаем, уже подписали, грубо говоря, соглашение с Global Property. Это является одним из самых крупных управляющих компаний коммерческой недвижимостью под управлением более 17 бизнес-центров. Это дает с историей 15 лет на рынке. То есть мы партнеримся только с проверенными крупными компаниями. На сегодняшний день как раз-таки персональный менеджер будет давать всю эксклюзивную информацию для наших клиентов, которые будут обслуживаться в Private Bank. Все самые вкусные предложения, самые эксклюзивные предложения от наших партнеров будут представляться для наших клиентов. Помимо этого, мы акцентируемся именно на формате сервиса. В данном офисе будет предоставлен высококлассный сервис обслуживания. Офис проработан именно в таком формате, что это будет персональное обслуживание, а не массовое обслуживание в банках. Соответственно, также мы будем предоставлять мы будем предоставлять услуги, то есть для наших клиентов будет от наших партнеров предоставлены специальные условия в сети девелоперских компаний, ритейла, ресторанов, автосалонов и так далее. То есть мы будем давать персональные условия и скидки для наших клиентов. Что касается безопасности, соответственно, для нас это не, для нас это стандарт. То есть все наши клиенты будут в закрытом формате, никакая информация не будет представлена, разлагаться, предоставляться СМИ и так далее. Ну и, конечно же, центром обслуживания будет единый центр обслуживания, это Private Office, где весь ваш портфель управления будет предоставляться вашим персональным менеджером. Yana bir bora barcha mehmonlarimizga o'z vaqtingizni ajratib bugungi tadbirimizda faol ishtirok etganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va bu gulduros olqishlar sizlar uchun. Rahmat.